Shu sababli agarda bilaz imkoniyatingiz bo'lsa, to'xtatib turib, chatdan qanaqadir savol bo'lgan bo'lsa, to'xtatib aytishingiz mumkin. Birinchi aloqani tekshirishdan boshlasak, hammaga yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Ovozdan muammo yo'qmi? Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tib ketsanglar zo'r bo'lardi. Chatimizda yozishyaptim. Ovoz zo'r bo'lsa, Azamat akamga o'xshab layk ursanglar ham mayli. Xo'p, o'rtoqlar, demak, avvalambor o'zimni tanishtirishdan boshlasam, ismim Jafar. Master Education maktabining asoschisiman. O'zim ham ta'lim sohasidaman va Xudo xolisa o'zimizning maktabda ishlagan qanaqadir bir instrumentlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Bundan tashqari, ayni ta'lim sohasidagi proyektlar bilan ishlaydigan agentligimiz bor va bu agentligimizda biz aynan turli xil nafaqat onlayn kurslar bilan shug'ullanadigan, balki offlayn kurslar bilan shug'ullanadigan universitetlarga biz to'laqonli marketing qo'yib berish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni nafaqat marketing, balki sotuv bo'limini optimizatsiya qilish, uni tizimlashtirish bo'yicha, marketingini yo'lga qo'yib berish bo'yicha, lead generatsiya, ya'ni umumiy trafik olib kirish bo'yicha hammasi bilan to'laqonli 360 gradus faqatgina ta'lim sohasidagi proyektlar bilan shug'ullanamiz. Hozir ekranlarda ko'rib turganinglar bu faoliyatim davomida shug'ullanib kelgan turli xil proyektlarim. Bularning ichida esa bizga eng muhim bo'ladiganlari bu ta'lim sohasidagi loyihalar. Albatta, chunki hozir ushbu Exot platformasi atrofida yig'ilgan barcha insonlar bu u yoki bu ko'rinishda ta'lim sohasidagi insonlar hisoblanishadi. Balki sizning onlayn maktabingiz bordir, balki siz qanaqadir bir onlayn kurslar bo'yicha ekspert bo'lishingiz mumkin va siz onlayn maktabingizni endi yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan bo'lishingiz mumkin yoki o'sha onlayn maktabingiz ishlab turgan bo'lishi mumkin va biz har xil mana shunaqa darajadagi insonlarga hozir mos keladigan bir yechim berish uchun o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda ma'lum bir yechimlarni, ma'lum bir misollardagi voronkalarni ko'rsatib berish bilan shug'ullanaman, xudo xohlasa. Tak, ekranlarda ko'rib turganinglardek, Maqsad Education bu aynan o'zimda maktabim. Onlayn maktab, digital kasblarni o'rgatish bilan shug'ullanamiz. Xudo xolisa, yaqinda mana may oyida deyarli may oyida 5larida 5 yilligimiz bo'ladi. 5 yildan buyon faoliyat yuritib kelyapmiz va bugungi kunga yaqin deyarli 19 mingta onlayn ko'rinishdagi o'quvchilarni va 2 mingdan ortiqroq offlayn ko'rinishda o'quvchilarga ta'lim berganmiz. Turli xil faqatgina digital marketing emas, SMMni alohida, mobilografiya alohida va shunga o'xshagan kasblarni alohida o'rgatib kelganmiz. Bundan tashqari universitet loyihalari bor. Bundan tashqari agar ayol va qizlarimiz bo'lsa, hozir webinarimizda bilishlari mumkin, Qizil pomada degan loyiha bor. Shuni atrofidagi ilmiy proyektiga biroz bir muddat atrofida marketing xizmatlarini ko'rsatganmiz. Universitetlarga esa to'laqonli marketing xizmatlarini ko'rsatganmiz. Profi universitetiga misol uchun faqatgina blogerlardan trafik olib kirib berish bilan shug'ullanganmiz. Shu sababli har xil yo'nalishda nafaqat onlayn maktab, nafaqat shaxsiy brend, balki universitet darajasidagi loyihalarga ham marketing qo'yib berish bilan shug'ullanganmiz va mana shu tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga hozir ishlaydigan voronkalar bilan bo'lishishga harakat qilaman. O'zi bugun vebinarda nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, asosiysi aytib bermoqchiman. Bugun webinarimizda biz asosan voronkalar haqida gaplashamiz. Aslida olganda bu mavzu juda ham katta. Bolalardan iltimos qilganimda o'zi qancha bo'lishi kerak webinarimiz deganda 1-1,5 soat atrofida qilsangiz bo'ladi. Agar haqiqatdan ham odamlarga qiziqarli bo'lsa va yana so'rashsa, biz 2-chi, 3-chi webinarda ham o'tkazib beramiz keyin. Ya'ni mavzuning davomi sifatida deb aytishganda, chunki bir narsani tushunishimiz kerak. Aslida olganda bu mavzuni men o'zimning o'quvchilarimga 6 soatlab tushuntirib beraman odatda. Ya'ni bu offlaynda 6 soat vaqt oladigan bo'lsa, onlayn bundan ham ko'proq vaqt olishi kerak. Shu sababli maksimal tariqa siqib turgan holda, lekin foydali qismlarini olib chiqib berishga harakat qilganman. Agar Xudo xohlasa hammamizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, davomini ham qilamiz. Bugungi darsimiz aytib o'tganimdek, sotuv voronkalari nima va uning turlari, onlayn kurslar uchun voronkalar, qanday qilib sotuv bo'limisiz onlayn kurs sotish mumkin, ya'ni o'sha ayni mavzuyimizga yarasha qanday qilib sotuvni 2 marta boshlash mumkin deganda, alohida sotuv bo'limi va sotuv bo'limisiz ham voronkalarni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Foydali materiallar darsimiz yakunida, webinarimiz yakunida albatta foydali materiallar tayyorlab qo'yganman, ularni ulashamiz va oxirida savol va javob formati, ya'ni Q&A sessiyasini ham o'tkazamiz. Xo'p, o'rtoqlar, hozir ozgina biz o'zi qayerdamiz, qaysi platforma atrofida yig'ilganmiz, shu haqida, nima uchun o'zi aynan Exot bizni birlashtirib turibdi hozir, shu haqida ham qisqacha Abdulaziz aytib bersa va biz mavzuyimizni davom ettiramiz. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Ismim Abdulaziz. Men Exot jamoasi a'zosi bo'laman. Va o'zimizni haqimizda ozgina ma'lumot berib o'tsam. Exot bu o'zi nima? Exot bu onlayn maktablar va onlayn kurslar zapuski uchun mo'ljallangan platforma. Ya'ni sizni agar onlayn kursingiz bo'ladigan bo'lsa, siz barcha jarayonlarni aynan bizning platformamizda yuritishingiz mumkin. Sotuvlarni amalga oshirish, kurslarni joylash, uyga vazifalarni tekshirish va hokazo. Ya'ni o'sha barcha
onlayn kurslarni ichidagi jarayonlar bizani platformada o'tishi mumkin. Keyingi slaydga o'tsak, ozgina tushuncha berib o'taman. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bizani mijozlar haqida gapirib o'tsak, mana masalan, Jafar akani onlayn maktabi Maqsad yoki Qadam Education katta katta maktablar, InGame yoki boshqa shunga o'xshagan maktablar o'z kurslarini bizani platformada yuritishadi. Nimaga? Chunki o'sha aytib o'tganimdek, barcha jarayonlar onlayn maktablar uchun maksimal darajada qulay va shuning uchun aynan bizni platformada yuritishadi. Biza mana oktyabrdan beri shunaqa foydali vebinarlar o'tkazyapmiz. O'tgan safar boshqa ekspert bilan bo'lgan edi saytlar bo'yicha vebinar. Bugun esa biz onlayn maktablarni sotuvlari bo'yicha aynan gapiryapmiz. Shuning uchun vebinarimizni o'tkazib yubormanglar. Hozir esa davom ettiramiz eng foydali joyini. Ho'p, o'rtoqlar, davom etamiz. Haqiqatdan ham aslida olganda biz o'zimizdan platforma sifatida Exoddan foydalanamiz va juda muhim bir narsani aytib ketish kerak. Odatda nima deb o'ylashadi? Exod bu faqat kasb o'rgatadigan kurslar uchun deb o'ylashadi. Aslida olganda yo'q. Hozir ekranlarda ko'rib turganlaringizda nafaqat kasb, balki moliya mavzusi atrofida, psixologiya mavzusi atrofida yumshoq ko'nikmalarni ham o'rgatadigan qanaqadir bir faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, kurslaringiz bo'lsa, unda sizga Exod universal yechim bera oladi. Ya'ni faqatgina kasb va daromadga yaqin bo'lgan kurslar emas, balki istalgan qandaydir bir haqiqiy foyda bera oladigan kurslarni sotuvni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda sizga albatta 360 gradusda Exod yordam bera oladi. Chunki biz o'zimizda shaxsan nafaqat o'zimizda, balki mijozlarimizda loyihalarda ham buni tekshirganmiz va bu reklama emas, bu maslahat. Xo'p, o'rtoqlar, davom etamiz. Birinchi bazadan boshlamoqchiman o'zi. Nima uchun hozir oramizda misol uchun bu mavzularni biladigan, o'zi voronka nima ekanligini biladiganlar bo'lishi mumkin, lekin kelinglar hammamiz hozir bir xil darajada tushunib ketishimiz uchun oddiy narsadan boshlasak, o'zi voronka nima ekanligini oddiy so'z bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Voronka bu sotuv voronkasi bu sizni xaridor ilk marotaba ko'rgandan toki sotuvgacha bo'lgan bosqich. Bu voronka deyiladi. Ya'ni sizni ilk marotaba Reels'da ko'radimi, Stories'da ko'radimi, qayerda ko'rishdan qat'iy nazar, toki sotuv qilgancha, balki takroran sotuvlar qilgancha bu umumiy voronka deyiladi va biz bu barcha bosqichlarni oldindan reja qilib borishni bilishimiz kerak va bu aslida olganda juda ham katta mehnat va hozir mana shu voronkalarni o'zi qanday turlari bor degan savolga biz sizlar bilan birga javob olamiz. Hozir ekraningizda ko'rib turganinglar bu oddiy voronka. Aslida olganda mana shunaqa o'yladim. Balki slaydlarda tushuntirib bersammikan voronkani deganda bir narsaga yetib keldimki, slaydlarda voronka mavzusini hech qachon tushuntirib bo'lmaydi. Misol uchun offlayn darsimda men hech bo'lmaganda doskaga chizib turib, ko'rsatib, individual qanaqadir yondashuv qilib tushuntirib berardim. Onlaynda esa faqatgina prezentatsiyalar orqali bu mavzuni tushuntirib berib bo'lmaydi. Shu sababli o'sha aynan chizish mumkin bo'lgan imkoniyatni yaratgan holda hozir sizlar bilan birgalikda Exod orqali ko'rishni, Exod nima, ya'ni Miro platformasi orqali ko'rishni boshlaymiz. Hozir ekranga chiqaraman bir daqiqa. Tak, hammaga ko'rinyaptimi ekranim? Chatga Ekran yozib hammaga qo'yishinglar mumkin. ko'rinyapti. Plyus yozib yuborsanglar. Tak, o'rtoqlar, chatni ham ochib qo'ydim o'zim uchun. Endi menga chat ham ko'rinyapti. Tak, ekran hammaga ko'rinayotgan bo'lsa zo'r. Boshlasak bo'ladi demak. Hozir mana bitta prezentatsiya ko'rinishiga qo'yib olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, hozir men sizlarga bir nechta voronkalarni ko'rsatib boraman. Hozir mana uzoqlashtirib ko'rsak, mana shuncha darajadagi voronkalarimiz bor. Hammasini birma-bir hozir sizlar bilan ko'rib boramiz. Faqatgina biz osonidan, ya'ni osonroq bo'lganidan qiyinroq bo'lganiga qarab harakat qilib boramiz hozir sizlar bilan. Shundagina bizda tushunchalar paydo bo'ladi. Faqatgina bir narsani tushunib olishimiz kerak. Mana voronkalarni o'tishdan oldin biz asosiy bitta tushunchaga aniqlik kiritib ketaylik va bu tushuncha trafik degan tushuncha. Trafik deganda biz odatda endi odatiy hollarda balki qanaqadir megabaytlarni yoki nimalarni tushunishimiz mumkin. Aslida olganda trafik marketolog uchun yoki umuman olganda sizni faoliyatingizda trafik degan so'z boshqa ma'noni anglatishi kerak va bu ma'no aynan insonlarni bir yo'nalishdan boshqa yo'nalishga oqim tomon harakatlanishi. Ya'ni misol uchun Instagramdan insonlarga havola berib Telegramga olib o'tishingiz bu trafik yo'naltirish deyiladi.
Ya'ni man agarda bugungi taqdimotimiz davomida trafik degan so'zni ko'p marotaba ishlatsam, demak biz bir narsani tushunishimiz kerak. Trafik deganda biz odamlarni mana shu yerga yo'naltirasiz. Trafik olib kirishingiz kerak deganda, trafikni biz odamlarni yo'nalishi o'sha olib kirishini tushungan bo'lamiz. Kelishdik, a? Demak, boshlaymiz. Eng oson, eng juda ko'p tarqalgan, keng tarqalgan, odatda e, man bilgan 9 dan 10 ta loyihalar yo'lga qo'yadigan voronkalar bu to'g'ridan to'g'ri bo'lgan voronka. Ya'ni oddiy qilib aytganda, прямая воронка. O'zi biz sizlar bilan bir narsani tushunib olishimiz kerak. Прямая voronkada bizda vaziyat qanday bo'ladi? Bizda ma'lum bir sayt bor. Bu saytga biz odamlarni yo'naltiramiz. Saytga odamlar kiradi va ariza qoldirishadi. Ariza qoldirgandan keyin biz nima qilamiz? Qo'ng'iroq qilamiz, ularga sotamiz. Endi ozgina chuqurlashadigan bo'lsak mavzuga, bizda o'zi trafikni o'zini ham ikki turi bor. Birinchisi bu pulli trafik, ya'ni odamlarni qayerdandir qayergadir yo'naltirish uchun biz pul tikishimiz kerak. Bu trafik turi, pulli trafiklarni birinchisi bu biz bilgan o'sha target reklama, ya'ni Meta Ads orqali sozlanadigan e, target reklama hisoblanadi. Keyingisi bu ma'lum bir blogerlardan reklama sotib olishimiz mumkin. Blogerlardan reklama sotib olib turib, o'zimiz xohlagan saytga yoki Telegramga yoki yana qayergadir yo'naltirishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi bu Telegram kanallarda reklama, ya'ni ma'lum bir kanallarda, Kunuzda, Daryo.uzda yoki shunga o'xshagan kanallarda ham reklama sotib olishimiz mumkin va o'zimiz xohlagan joyga havola berib yo'naltirishimiz mumkin, ya'ni link qoldirib. Undan keyin Telegram Ads'ni o'zidagi reklama, ya'ni bilsanglar, kanallardagi reklama bilan Telegram Ads reklamasida farqi bor. Kanallardagi reklamada siz ma'lum bir o'sha kanal administratoriga pul to'lasangiz, Telegram Ads'da esa siz Telegramda o'ziga pul to'lab berasiz va odatda eng pastida siz reklamangizni ko'rsatib beradi. Va undan tashqari kontekst reklama bor. Kontekst reklama bu o'sha Google'ga kirib, misol uchun mana shu kurs, mana bu kurs, bu kurs deb qidirganingizda birinchi odatda ikkita saytni reklama deb yozib chiqaradi va mana shu reklama kontekst reklama hisoblanadi. Va mana shu reklama turlari bundan tashqari o'zi juda ham ko'p, lekin men hozir asosiylarini yozdim. Odatda mana shularga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari chunki bizda Atel, Bitel va boshqa turmushdagi reklamalar ham bor. Misol uchun tam ochiq dars orqali yoki narushka orqali, ya'ni tashqi reklamalar orqali televideniyada reklama qilib ham kurslar sotishgan. Buni ham bir necha marotaba ko'rganmiz. Metrolardagi reklamalar orqali, misol uchun universitetlar loyihasida juda ham ko'p foydalanganmiz bularni. Biz hozir ko'proq onlayn kurslar sotishga mo'ljallangan trafik manbalari haqida gaplashdik. Bundan tashqari esa bepul trafik yo'li bor. Bepul trafik yo'li bu Instagram Reels va Storieslar orqali. Ma'lum bir Instagram sahifasi bo'lsa, u yerga qiziqarli Reelslarni doimiy muntazam qo'yib boradigan bo'lsangiz, u sizga bepul trafik manbai sifatida xizmat qilishi mumkin. Chunki aynan mana shu bepul instrumentlar orqali biz ko'proq foydalanishimiz kerak. Chunki odatda, misol uchun biz shunaqa deymizki, pullik trafik yo'naltirishni istalgan odam qila oladi. Eng misol uchun yaxshi mutaxassislar esa ko'proq organik trafik olib kirish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni bepul o'sha reelslar orqali qiziqarli reelslar qilib, mana bu so'zni yozib qoling, bu so'zni yozib qoling deb turib ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Mana shunaqa yo'nalishni olib kiradigan marketologlar yoki digital marketologlar ko'proq qadrlanadi bozorda. Va biz shunaqa voronkalar haqida ham gaplashamiz hozir sizlar bilan. Bundan tashqari shaxsiy brend, ma'lum bir shaxsiy brendingiz bo'lsa, o'zingizni va sizga nisbatan ishonch bo'lsa va auditoriyangiz bo'ladigan bo'lsa, to katta ehtimol bilan siz yana qo'shimcha organik trafik olib kirishingiz mumkin. Organik trafik degani bu bepul, ya'ni shunchaki qamrov evaziga, odamlarni qamrab olganingiz evaziga keladigan trafik deb hisoblaymiz. Bundan tashqari YouTube va TikTok bu ham qo'shimcha istochniklar deyishingiz mumkin. TikTok bloklangan, YouTube'da video qilish qimmat deyishingiz mumkin, lekin unga qaramasdan ayni mana shu sabablarga ko'ra hozir bu platformalar ko'proq ya'ni tezroq o'sish imkoniyatini beradigan platformalar hisoblanadi. Chunki bu yerda raqobat juda past. Bugun Instagramda misol uchun shaxsiy brendingizni qurishni boshlamoqchi bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizning sohangizda yuzlab insonlar shaxsiy brendini qurishyapti. TikTok bilan YouTube'da esa qiyinroq bo'lganligi uchun, aynan YouTube'da o'zida qiyinroq bo'lganligi uchun u yerda sizni birinchi bo'lishingiz va birinchi bo'lib taniqliroq bo'lishingizni imkoniyati balandroq. Shu sababli bu platformalarga ham e'tibor berishimiz shart. Xo'p, o'rtoqlar, endi biz aytganimizdek, tushunib oldik, endi bizda pullik trafik yo'nalishi va organik trafik yo'naltirish imkoniyati bor ekan. Eng osoni bu albatta pullik va pullikni biz prognoz qila olamiz, ya'ni oldindan reja ola olamiz. Chunki biz misol uchun test byudjetga qanchadir bir miqdorga reklama aylantirgan bo'lsak, bizda endi sonlar bor. Misol uchun 1000 ta qamrov shuncha turadi, bitta klikim shuncha turadi, bitta arizam shuncha turadi degan formatda bizda test ko'rinishidagi narxlar paydo bo'ladi. Hozir bir daqiqa, men chatim yopilib qolibdi. Hozir ochib bo'ldim. Savol bor edi. Da, Qaysi to'xtatib voronka? bemalol so'raversangiz bo'ladi. Aha. Ko'rdingiz-a?
Tak, qaysi varonka qaysi biznes tushunishi oldindan qanaqa bilish mumkin? Zo'r savol. Jarayonda hammasini tushuntirib berib ketishga hozir harakat qilaman. Bu varonka mana shu ko'rinishdagi misol uchun kurs bo'lsa to'g'ri keladi deb turib aytib ketishga harakat qilaman. Bir narsani faqat tushunishimiz kerak, o'rtoqlar, muhim narsani aytmagan ekanim. Hozir ekranlarda ko'rsatayotgan har bir varonkam bu varonkalarni e, universal shablonlar. Bu hozir universal varonkalar. Odatda biz har bir varonkani har bir mijozni loyihasiga mos qilib turib, uni auditoriyasiga, ya'ni kim sotib oladi o'zi kursni, ularga qanday qilib qaysi bosqichlarni yozishimiz kerak degan holda adaptiv qilamiz, ya'ni moslashtiramiz. Shu sababli hozirgi ko'rsatayotganlarim bu sizni loyihangizga 90% ga mos keladi. Faqat o'sha 10% ni siz o'zingiz individual moslashtirib olishingiz kerak bo'ladi xolos. Qaysi bir bosqichini o'zgartirasiz, qayerdadir qo'shimcha trafik manbaini qo'shasiz va shu ko'rinishda qilishingiz kerak bo'ladi xolos. Aman esa hozir qo'shimcha sifatida aytib ketishim mumkin. Misol uchun, primoy varonka istalgan kursdagilarga, istalgan har qanday kurs sotadigan, kerak bo'lsa 50 ming so'mga kurs sotadiganlarga ham va 5 ming dollarga kurs sotadiganlarga ham primoy varonka har doim ish beradi. Chunki primoy varonka juda ham sodda varonka va hozir biz buni ko'ramiz. Demak, primoy varonkada bizda haqiqatan ham nima bor? Bizda ikkita trafik manbai bor, ya'ni pulli trafik bilan organik trafik. Biz xohlasak hammasini qilishimiz mumkin, xohlasak ma'lum birlaridan foydalanishimiz mumkin. No, biz har doim maslahat beramiz. Odatda pulli trafik manbaidan kamida ikkita yoki uchta instrumentdan foydalaning va organik trafik manbaidan kamida ikkita instrumentdan foydalanishingiz kerak deb turib biz aytamiz. Nimaga? Chunki faqatgina bitta instrumentga qarab qoladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan agarda o'sha instrumentingiz ishdan chiqsa yoki sizni fikringizdagi g'oyalar agar ish bermaydigan bo'lsa, sizni ishingiz shunchaki cho'zilganligi qoladi xolos va o'rtada pul yo'qotishingiz ham mumkin. Shu sababli biz har doim A, B, C variantlar qilib qo'yamiz. Demak, biz nima qilyapmiz? Ikki xil ko'rinishdagi trafik odamlarga, misol uchun target reklama ko'rsatyapmizda, ularni hammasini saytga yo'naltiryapmiz havola berib. Odamlar saytga kiryapti. Sayt va landing page farqiga borsak, sayt bu kattaroq, ko'proq sahifadan ega bo'lgan, ko'proq sahifalarga ega bo'lgan veb-sayt bo'lsa, landing page bu bitta sahifaga ega. Odatda kurslarni aynan mana shunaqa landing page sotishadi. Saytga kirasiz, u yerda ma'lumot olasiz va ariza qoldirish tugmasi bo'ladi. Xo'p, ariza qoldirganingizdan keyin odatda barcha arizalar agarda maktabda CRM tizim moslashtirilgan bo'lsa va bu onlayn maktabda CRM tizimi qo'yilgan bo'lsa, CRM tizimga kelib tushadi. CRM tizim o'zi nima deydigan bo'lsangiz, CRM tizim bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, maktabingizda faoliyatingizni miyasi. Unda barcha kelib tushgan arizalar saqlanadi, barcha qilingan qo'ng'iroqlar, barcha o'sha arizalarning bosqichlari, etaplari hammasi saqlanadi va siz ayni mana shu ma'lumotlar orqali faoliyatingizni analiz qilishingiz mumkin. Qaysi bosqichda varonkamni qaysi bosqichda mijozlar yo'qolyapti? Vaqtida qo'ng'iroq qilmayapmanmi? Vaqtida misol uchun to'lovlar qabul qilmayapmizmi yoki to'lov qilish qismiga kelib mijozlarimiz to'kilyaptimi? Ya'ni lidimiz mijozga aylanmayaptimi degan fikrga kelishimiz mumkin bo'ladi va shu sababli biz odatda har doim CRM tizimini qo'yishga maslahat beramiz. Lekin har bitta maktabda ham CRM tizimi yo'q. Shu sababli bu ariza yoki Telegramga kelib tushishi mumkin yoki Google Sheets'ga kelib tushishi mumkin, ya'ni tablitsaga kelib tushishi mumkin. Biz odatda Excel deb atasangiz, mana shunga o'xshagan tablitsaga kelib tushadi va bu ariza bilan nima qilinadi? Bu arizaga sotuv menejeri telefon qiladi. Sotuv menejeri agarda bu juda ham kichik faoliyat, ya'ni ekspertni o'zini kursini sotadigan bo'lsa, o'zi qo'ng'iroq qiladi yoki Telegramdan yozish orqali, ya'ni inson ishtiroki orqali kurs sotiladi. Telefon qiladi, misol uchun 5 tadan bittasi sotib oladi, 10 tadan bittasi sotib oladi. Bu albatta konversiyaga bog'liq, qanchalik konversiya bo'lishiga kursni va shu orqali sotuv bo'ladi. Ko'rib turibsizki, bu jarayonda insonning ishtiroki juda ham muhim bo'lib qolyapti. Ya'ni qancha zo'r trafik kelmasa saytingizga kirgandan keyin ham ko'plab odamlar arizalar qoldirishiga qaramasdan, agarda ma'lum bir inson telefonni ko'tarib vaqtida telefon qilib sotmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda hech qanaqa sotuv bo'lmaydi. Chunki inson ariza qoldirgandan keyin saytingizdan chiqib ketdi. Bo'ldi, sizdan bog'liqligi yo'q. Endi siz telefon qilib turib unga sotishingiz kerak bo'ladi. Lekin jarayonda sotiladigan bo'lsangiz, sotuvga olib keladi va bu ko'rib turganingizdek shunaqa primoy varonka, shu sababli ham to'g'ridan to'g'ri varonka deyiladi. Trafik saytga kirdi, saytda ariza qoldirdi, CRM tizimiga tushdi, telefon qildingiz va sotuv bo'lsa bo'ldi. Undan keyingi varonka turini ko'rib chiqamiz. Undan keyingi varonka turi hozir biz sizlar bilan o'tirgan varonka turimiz. Ya'ni siz aynan mana shu varonka turidan katta ehtimol bilan o'tib keldingiz. Orada qaysidir bir bosqichi bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin unga qaramasdan
odatda ayni mana shunaqa ko'rinishdagi shablonniy vebinarniy voronka bor. Vebinar voronkasi ham xuddi o'sha yuqoridagi voronka kabi ishlaydi. Bu yerda ham ikki xil ko'rinishdagi trafik manbai bor. Bu pullik trafik manbai va organik trafik manbai bor va biz ularni hammasini saytga olib kirib olamiz. Saytga yoki landing pagega. Bizni vaziyatimizda esa biz bot orqali odatda ro'yxatdan o'tkazamiz yoki Telegram kanalga olib kiramiz. Ya'ni mana bu yerni o'zida bizda bir nechta manbalar bo'lish imkoniyati bor. Hozir ko'rsatamiz. Aynan Miro'da o'qiyotganligimning ham asosiy sababi o'zi shunda. Man parallel ravishda sразу qanaqadir o'zgartirish kirib ketishi mumkin. Misol uchun, bu yerda nafaqat sayt bo'lishi mumkin, balki Telegram bot ham bo'lishi mumkin. Telegram bot bo'lishi mumkin yoki Telegram kanal ham bo'lishi mumkin. Ya'ni siz butun trafikni hammasini shularga yo'naltirsangiz ham bo'ladi. Mana shulardan biriga trafik kelsa bo'ladi. Agarda sayt orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, u ariza qoldiradi va undan keyin Telegram kanalga o'tadi. Agarda to'g'ridan to'g'ri Telegram botga olib kiradigan bo'lsangiz, u yerda ham misol uchun u ma'lumotini qoldiradi va undan keyin Telegram kanalga o'tkazishi mumkin yoki Telegram botni o'zida qoldirishi mumkin. Agarda Telegram kanalni o'ziga to'g'ridan to'g'ri olib keladigan bo'lsangiz, sizda bir narsa yig'ilmaydi xolos, bu telefon raqamlar. Bu telefon raqamlari yig'ilmaydi va shu sababli biz odatda maslahat beramiz. Birinchi o'rinda bu landing page orqali, chunki siz telefon raqamlarini va shaxsiy ma'lumotlarni yig'ib, keyin unga telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugun vebinarimiz boshlanyapti deb yoki SMS xabarnomalar jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Agar Telegram bot orqali qiladigan bo'lsangiz, bu undan ham yaxshi. Nimaga? Chunki Telegram botni o'zida rassılka qilishingiz mumkin. Ya'ni xabarnomalar jo'natishingiz mumkin. 1 soat qoldi, 3 soat qoldi, 20 minutdan keyin boshlaymiz, 30 minutdan keyin boshlaymiz deb turib va vebinar o'tgandan keyin ham yana rassılka qilishingiz mumkin. Lekin Telegram kanalda bo'lsa, sizda deyarli u bilan bog'lanish imkoniyati faqatgina bitta kanal orqali. Agarda kanalda ovozini o'chirib qo'yadigan bo'lsa, arxivga tashlab qo'yadigan bo'lsa, siz deyarli bu inson bilan bog'lana olmaysiz. Shu sababli biz birinchi o'rinda prioritetda landing page maslahat beramiz, undan keyin yoki Telegram bot yoki undan keyin Telegramda o'zi. Albatta bu qanaqa vebinar turi o'tkazilayotganligiga qarab. Misol uchun qaysi auditoriya uchun va qanaqa vebinar o'tkazilayotganiga kelib turib individual tanlanadi. Lekin odatiy shablondagi ko'rinishda o'tkazadigan bo'lsak, demak saytga kiradi. Saytda vebinar qachon bo'lishi, kim o'tkazishi, uni mutaxassisligi, qanaqa tajribasi borligini ko'rib chiqadi va ariza qoldirish tugmasini bosadi. Odatda ariza qoldirish tugmasini bosgandan keyin ismini va telefon raqamini so'raymiz xolos. Ismi va telefon raqamini qoldirgandan keyin uni ismi va telefon raqami bizning CRMimizga borib tushadi. Insonni o'zini esa biz Telegram kanalga yo'naltirib yuboramiz. Telegram kanalimizga obuna bo'ladi. Kanalda vebinardan 7 kun oldin biz ma'lum bir progress, ya'ni vebinarimizga qiziqtirish jarayonini boshlaymiz va vebinarimizga uni qiziqtirib boramiz. Misol uchun biz 7 kundan 25 kungacha maslahat beramiz. 7 kundan kam bo'lsa ulgurmaysiz qiziqtirishga sohaga. Agar 25 kundan ko'p bo'lib ketsa, kutish muddati juda ham uzayib ketadi va qiziqish soni boraveradi. Shu sababli 7 kundan 25 kungacha siz ma'lum bir Telegramda o'zida, o'sha kanalingizda o'zida progress qilib boraverasiz va u yerga har kun odamlar qo'shilib kelaveradi. Shu sababli kamida 7 kun oldin boshlaysiz qiziqtirishni, lekin trafik tugamasdan kelaveradi, to'xtamasdan kelaveradi kanalingizga. Bir kun qolganda ham vebinarga trafik qo'shaversangiz bo'ladi. Webinar voronkalarini ishlatib ko'rganmisiz? Abdulaziz so'rabdi. Albatta. Siz o'zingiz so'raysiz. Da, Siz man auditoriyaga savol berayotgandim. Kimdir Все, bor. ushbu voronkalarni ishlatib ko'rgan bo'lsa yoki ishlatmagan bo'lsa, qanaqadir savollari bo'lsa, chatga yozib qoldirishinglar mumkin. O'zi qaysi voronkalarni ishlatasizlarmi o'zi? Shu bo'yicha men auditoriyaga aynan savol bermoqchi edim. Zo'r. Demak, davom etamiz. Undan keyin Telegram kanaliga tushgandan keyin siz vebinarda o'zini o'tkazasiz. Misol uchun, xuddi biz hozir vebinar o'tkazayotgandek, vebinar o'tkazishingiz mumkin bo'ladi va bu vebinarda ham turli xil ko'rinishlari bo'ladi. Misol uchun, biz bugun hozir sizlar bilan bizda sotuv vebinari bo'lmaganligi uchun bu yerda hech kimni hech nima sotish maqsadi yo'q. Biz shunchaki foyda atrofida yig'ilganligimiz uchun bizda bir kunlik vebinar. Lekin siz ma'lum bir kursni sotmoqchi bo'lsangiz, sizga kamida 2 kunlik vebinar kerak bo'ladi va buni bir nechta sabablari bor. Nimaga? Chunki birinchi vebinar kuningizga kira olmasa odamlar ikkinchi kunga kirishi kerak. Birinchi kunda siz ma'lum bir mavzuni ochib berib turib, sotuvni e'lon qilasiz va ertagacha to'lov qilsangiz skidka bor. Ertasi kuni esa bu ayni mana shu skidkani o'tib ketish qismi bo'ladi. Ya'ni turli xil aslida olgan instrumentlar bor va shu sababli biz har doim maslahat beramiz. Vebinarni bir kun emas, 2 kun davomida o'tkazish kerak degan maslahatimiz bor va uni professionalroq ko'rinishda, juda katta prezentatsiyalar ko'rinishda o'tkazib bersangiz, konversiya, ya'ni sotuvga o'tish, odamlarning vebinarni ko'rib sotib olish ehtimoli oshadi. Shu sababli maslahatimiz bir kundan 3 kungacha vebinar o'tkazish kerak. Undan keyin Telegram kanalingizda odamlar o'tirdi. Telegram kanalingizdan vebinarni
webinar kuni webinaringizga qo'shildi va siz webinaringizda ularga ikkinchi saytingizga e, havola berasiz. Ya'ni bizda birinchi sayt bor edi, bu webinarga ro'yxatdan o'tish sayti edi. Undan keyin webinar o'tgandan keyin biz ikkinchi saytga, lekin o'sha webinarga ro'yxatdan o'tish emas, balki kurs haqida ma'lumot, kursning afzalliklari, nima uchun bu kurs sizga to'g'ri keladi va narxlari bilan ko'rsatishimiz kerak bo'ladi va u yerda ham ariza qoldirgandan keyin odatda yoki srazu to'lov qilish imkoniyatini qoldiramiz o'sha yerda, yoki ariza qoldirish imkoniyati bilan qilamiz va natijada bizda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Srazu to'lov qilsa ham CRM tizimimizga kelib tushadi, ariza qoldirsa ham CRM tizimimizga kelib tushadi va natijada sizda sotuv bo'ladi. Xo'p, hamma joyda zapus turidagi sotuvlarni tavsiya qilishyapti. Buning sababi nima? Sekin-asta sotuv boshlashning qanday minuslari bor? Juda zo'r savol. Ismingiz Ustur deb yozilgan ekan. Afsuski bu ismingizmi yo'q bilmadim, lekin savol zo'r. Savolga javob berib ketmoqchiman. O'zi zapusk modeli nima? Zapusk modeli, biz bir narsani tushunishimiz kerak. Ismim Shohjahon. Shohjahon, tanishganimdan xursandman. Zapusk modelida biz bir narsani tushunishimiz kerak. Zapusk modeli aslida olganda bu bir nechta voronkalarni bir-biriga ulanganligi xolos. Ya'ni bu gibrid voronka xolos. Ya'ni zapusk voronkasi, zapusk davomida nima qilinadi? Birinchi progrev qilinadi. Progrev bu stories voronkasi. Ya'ni storiesda o'tkaziladigan voronka. Har kundan kunga sizni qiziqtirib boradi. Voronkani maqsadi ham qiziqtirish. Ya'ni voronka kamayib boraveradi, lekin eng pastiga tushayotganlar qiziqib boraveradi. Bu eng qiziqayotganlar hisoblanadi. Birinchi storiesda progrev qilishadi sizni. Undan keyin webinarda progrevi boshlanadi, ya'ni webinarni voronka boshlanadi. Sizni endi webinarga tayyorlashni boshlashadi. Undan keyin siz webinarda ishtirok etasiz. Webinarda ishtirok etganingizdan keyin sizni endi sotuv voronkasiga olib kirishadi. Undan keyin sotuv bloki boshlanadi. Ya'ni ko'rib turibsizki, bu bitta voronkani tugashi bilan unga keyingi voronka ulanib ketyapti xolos. Sizni savolingiz esa sekin asta sotuv boshlasa qanday minusi bor deyapsiz. Ya'ni katta ehtimol bilan siz primoy voronkani aytyapsiz. Odam kiradi, saytdan ariza qoldiradi, sotuv bo'limi telefon qiladi, aytadi shunaqa afzalligi shunaqa kursimiz bor, shunaqa qilishingiz mumkin deb aytishadi va jarayonda sotuv bo'lsa bo'ladi yoki aytadi, bo'ldi, men o'ylab ko'raman, o'qilaman deydi. O'ylab ko'radi, undan keyin yana telefon qilasiz va shu asosda sotishni aytyapsiz. Ya'ni bu an'anaviy usul. Aslida olganda zapusk ham bu shunchaki bir nechta an'anaviy vositalarni, an'anaviy instrumentlarning yig'indisi xolos. Shunchaki biz zapuskga ozgina negativ borligining yagona sababi bu jarayonda marketingda, misol uchun endi qilish mumkin emas degan narsalar deb aytolmayman, lekin qilish maslahat berilmaydigan turli xil murojaatlarni ishlatishadi. Misol uchun eng zo'ri, eng arzoni, biz marketingda hech qachon eng so'zini ishlatmaymiz odatda. Yoki misol uchun nomer 1 kurs, nomer 1 ekspert degan so'zlarni ishlatishadi. Shu sababli ozgina bizni zapusklarga nisbatan hurmatimiz yo'q va zapusklarning yagona muammosi shundaki, zapusklar bir vaqtni o'zida juda ham katta miqdorda o'quvchilarni olib kiradi. Natijada bu nimaga olib keladi? Natijada bu o'quvchilar bir vaqtni o'zida ko'p o'quvchi kelganligi uchun sifat tushib ketadi. Misol uchun tasavvur qiling, siz har kuni 10 tadan mahsulot sotyapsiz va qaysidir bir kuni sizga 150 ta mijoz keldi bir kunda o'zida. 150 ta mahsulot sotdingiz. Katta ehtimol bilan siz hammaga xizmat ko'rsatishga ulgurmaysiz. Hammaga sifatingizni bir xil ushlab turishga ulgurmaysiz. Shu sababli zapusklarning natijasida odatda har doim ham emas, lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi, sifat tushib ketishiga olib keladi. Va shu sababli biz zapusklarga fikrimiz shunaqa. Lekin bir narsani kelishib olaylik, zapusk ham bu shunchaki bir nechta voronkalarni ketma-ketligi xolos. Katta auditoriya to'plab bittada katta sotuv qilishni o'rniga bir xilda lekin doimiy sotuvni nazarda tutgan edi. To'ppa-to'g'ri, Shohjahon, mana ayni shuni inobatga olganingizni tushundim. Misol uchun bizda maqsad educationda aynan mana shunaqa ko'rinishda. Biz zapusklarga qarshimiz, qilganmiz zapusklar haqiqatan ham, men o'zimni muammomdan, og'rig'imdan kelib chiqib aytaman sizlarga, sifat haqiqatan ham tushib ketgan. Shu sababli biz bilganimiz yo'q, zapusk bizni modelimiz emas. Misol uchun zapusk davomida 400 ta, 500 ta sotsak, bitta zapuskda yaxshisi shuni oylarga bo'lib, kuniga misol uchun 10 ta, 15 ta o'quvchini qabul qilib, uni sifatimizni ko'rsata olib, unga kurator biriktirib, unga sifat asosida sotganimiz yaxshi emasmi degan nuqtai nazardan biz yaxshi zapusklar bilan shug'ullanmaymiz degan xulosaga kelganmiz. Mayli bir vaqtni o'zida katta sotuv qilmaylik, katta auditoriyani olib kirib, katta sotuv qilmasligimiz mumkin, lekin muntazam bir xil o'sish asosida sotuv qilish ko'proq halovat olib keladi. Shu sababli biz mana shu yo'lni tanlaganmiz va odatda ko'plab proyektlarimga shuni maslahat qilaman, lekin shunaqa vaziyatlar ham bo'ladiki, yo'q, zapusk qilamiz deb so'rashadi. Odatda buni blogerlar so'rashadi, chunki hozir keyslarim ichida ko'rsatmadim. Juda ko'p blogerlar bilan zapusk qilganmiz. Lekin aniq to'g'risini ayta olaman,
ellikka ellik foiz bunaqa kurslar odatda sifati pastroq bo'lib chiqadi. Qilish mumkin bo'lgan sifatdan pastroq bo'ladi. Ya'ni ozgina sabr qilganimizda edi, odatiy voronka qilganimizda edi, sifatimiz 50% balandroq bo'lardi degan fikrim bor. Xo'p, o'rtoqlar, davom etamiz. Ko'rib turganinglardek, bu bizni vebinarni varonkamiz edi. Vebinarni varonkamiz kimlarga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, vebinarni varonkamiz agarda sizni kursingizni tushuntirib sotish kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun agarda sizda ingliz tili kurslari bo'ladigan bo'lsa, til kurslari bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz tushuntirishingiz kerak emas u yerda. Nimani o'rgatilish? Chunki odatda bu mahsulot hammada bir xil ko'rinishda o'rgatiladi. Agarda qanaqadir qo'shimcha instrumentlaringiz bo'lsa, da albatta vebinar qilishingiz mumkin. Vebinarda til maktablari qilmaydi deb ayta olmayman, lekin sizda mahsulotingiz tushuntirishni talab qiladigan bo'lsa, ya'ni qandaydir bir afzalliklari, unikalligi bo'ladigan bo'lsa yoki bir vaqtni o'zida ko'proq miqdorda sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu ikkita vaziyatda sizga ayni vebinarni varonka to'g'ri keladi. Va aslida olganda vebinarni varonkani maqsadi bu faqat ham sotuv emas har doim. Vebinarni varonka misol uchun hozirgi vebinarimizda bu shunchaki fikr almashish, mijozlar atrofida qanaqadir bir fikr almashish atrofida ham yig'ilsak bo'ladi. Demak, webinar varonkadan keyin bu chatbot varonka. Chatbot varonka ham hozir trendga aylanayotgan varonkalardan biri, ya'ni juda ham ko'p bu varonkani ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Chatbot varonkada eng yorqin misoli bu, misol uchun siz ma'lum bir Reels ko'rgansiz. U Reels nimadan boshlanadi? Shunaqa. Sizda mana bunaqa muammo bormi? Menda mana bunaqa yechim bor. Agarda ushbu video izohlariga bir so'zini yozib qoldirsangiz yoki yechim so'zini yozib qoldirsangiz yoki mana shu so'zni yozib qoldirsangiz, men sizga buni tashlab beraman yoki saytimga havola beraman yoki Telegramning silkasini beraman deb turib aytib, sizni ma'lum bir harakat qilishga undaydi. Natijada siz ma'lum bir so'zni yozasiz yoki harfni yozib qoldirasiz va sizga direktdan xabar keladi. Ya'ni Instagram direktdan sizga yozishadi va shunda siz chatbotga tushib qolgan bo'lasiz va natijada siz endi chatbot varonkasining ichidasiz. Odatda bu qanday ishlaydi? Target reklama yoki meta ads orqali, ya'ni shu target reklamada reklamani ko'rasiz. U yerda mana shu so'zni yozib qoldiring deydi va pastda написать сообщение в директ bo'ladi. Написать сообщение в директni bosib turib, direktga yozish tugmasini bosib turib, siz unga yozasiz va natijada siz bilan muloqot boshlanib ketadi. Va bu muloqotni inson qilmaydi, balki oldindan rejalashtirib qo'yilgan chatbot o'tkazadi. Undan tashqari blogerda reklama sotib olish mumkin. Blogerga aytasiz, bloger reklama jarayonida aytadi, mana shuni direktga kirib yozinglar, mana shu so'zni sizlarga mana shuni tashlab beradi deb turib aytadi. Yoki eng ko'p qilinadigani bu Instagramda Reels'da. Har bitta Reels'ini tagida aytadi. Mana shu so'zni yozib qoldiring, bu so'zni yozib qoldiring, buni yozib qoldiring deydi va natijada bu trafiklarning hammasi Instagram direktga kelib tushadi. Instagram direktga tushgandan keyin chatbot varonkasi boshlanadi. Chatbot varonkasi deganda oldindan savollar kiritib qo'yilgan, oldindan sizni variantlaringiz ham berilgan. Misol uchun kirganingizdan so'raydi. Yoshingiz nechida deydi. 18 dan 25 gacha variant bor, 25 dan misol uchun 32 gacha variant bor, 32 dan mana shu yoshgacha variant bor. Siz bittasini tanlaysiz. Ketdi xabar keldi aytadi. Zo'r yoki tam ismingiz nima deydi. Ismingizni yozib yuborasiz. Zo'r tanishganimdan xursandman deydi. Undan keyin so'raydi. Sizga misol uchun o'zbek tilida kursimiz ma'qulmi, rus tilida deydimi? Siz tilni tanlaysiz. Undan keyin misol uchun mana shunday qilib oldindan reja qilib qo'yilgan varonka ichidagi varonka bo'ladi bu, kichik ko'rinishda. Va o'sha asosida muloqot ketadi. Odatda bu muloqotni siz o'zingiz Chatplace yoki Sendpulse degan ikkita platforma bor. Mana shu platformalarda sozlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi va oldindan reja qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Savollarni va javob variantlarini kiritib ketasiz. Bu varonkangizga tushib qolgan insonni faqat yagona qilish kerak bo'lgan ishi bu ismini yozib yuboradi va ma'lum bir javoblarni bosib ketishi kerak bo'ladi. Chatplace o'rniga Business Suite ichidagi funksiyalar bilan qilishga nima deysiz? Ayni bu maslahatim ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, Meta Ads'ni o'zidagi imkoniyatlar ham bor. Meta Ads'da o'zida ham bu imkoniyat bor. Lekin shunchaki bu yerda ozgina siz gibki bo'la olmasligingizning yagona sababi ammo CRM yoki Bittrex CRMlar bilan integratsiya chuqur emas. Ya'ni agarda siz CRM tizimlar bilan chuqurroq integratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, to bu vaziyatda yaxshisi Sendpulse yoki Chatplace'dan foydalanganingiz yaxshi. Men amma CRMdagi Salesbotni ishlataman. Shunda avtovoronka qilishi oson bo'lgan edi. Unday ham qilsa bo'ladi, to'g'ri. Biz shunchaki Chatplace yoki Sendpulsedan foydalanishimizda maqsadi nimada? Chunki biz
Instagramdagi avtovoronkani ham Telegramga, ham Telegram botga, ham Facebookga, ham misol uchun tam TikTokga, любой joyga ulab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bir xil voronkani o'zini hamma joyga ulab chiqamiz va bir marotaba sozlab qo'yganimizdan keyin u hamma yerda ishlaydi. Shu sababli biz odatda chatbot yoki sandboxdan foydalanamiz. Bundan tashqari ham juda ham aslida olganda ko'plab yana afzalliklari bor bu platformalardan foydalanishda, lekin misol uchun byudjet bo'lmaydigan bo'lsa, to bepul imkoniyatlari har doim bor. Bepul yechimlar ham har doim bo'ladi. Bu ayni o'sha Meta Ads orqali ham qilishingiz mumkin bo'ladi yoki Salesbotning o'zini ham 7 kunlik testover varianti bor. O'sha 7 kunlik testover variantidan foydalanib qilsangiz bo'ladi. Так, Roy qanaqa Meta Adsda zamonaviy kasblarni o'rgatish kurslarida har doim har xil umumiy Roy bo'yicha so'rayotgan bo'lsangiz, uni aniq aytolmayman. Lekin Romi bo'yicha aytishim mumkin. Romi bo'yicha aniq ma'lumot bor. Misol uchun, agarda sizni voronkalar ideal ishlaydigan bo'lsa va o'rta chekingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to hozir juda katta vilkani aytaman, spesiально shu hech kimni ma'lumotini ochib qo'ymaslik uchun. Kasb sohasida, zamonaviy kasblarni o'rgatadigan sohada customer acquisition cost, ya'ni bitta mijozning narxi, jalb qiladigan mijozingizni narxi $25 dan $100 gacha. Odatda, agarda bu o'rta mass produkt sotadigan bo'lsangiz, ya'ni mass produkt degani hamma sotib olishi mumkin bo'lgan kurs bo'lsa, qimmat qanaqadir tam $3000, $5000 kurs bo'lmasa, to customer acquisition cost, ya'ni bitta mijozni sizga tushadigan narxi $25 dan $100 gacha. Roaming hisoblashimiz uchun esa bizga nima kerak bo'ladi? Kurs narxi kerak bo'ladi. Agarda shuni kurs narxini misol uchun $300 deb oladigan bo'lsangiz va sizni customer acquisition costingiz, ya'ni bitta mijozga $50 pul ketgan bo'lsa, misol uchun $50 pul xarajat qildingiz, 50 ta lid keldi, 50 ta liddan bir kishi sotib oldi. Demak, bitta mijoz narxi sizga $50 ga aylandi. $50 sizda bitta mijoz narxi bo'lib turib, kursingiz $300 bo'lsa, demak sizda romingiz 600% atrofida bo'ladi. Odatda shunaqa, men hozir sizlarga bozorda umumiy holat haqida aytyapman. Aytganimdek, $25 dan $100 gacha, $25 dan arzon bo'lganlar ham bor. Albatta, buni yo'q deya olmaymiz va eng muhimi $100 dan qimmat bo'lganlar ham bor. Bitta mijozni jalb qilish narxi bo'lgan. Shu sababli bir xil qanaqadir yechim ayta olmayman, to'g'risi. O'zimdagi aniq bor bo'lgan sonlarni esa to'g'risi uni ham ayta olmayman, chunki bu ozgina korporativ tayini hisoblanadi, ya'ni korporativ sirimiz. Zo'rimda USda 300 bo'lsa zo'rda. US o'sda 300 bo'lsa United States manimcha. United Amerikada 300 bo'lsa zo'r. Amerikada 300 qilish juda ham qiyin. Aslida olganda haqiqatan ham agar Amerika bozori, umuman olganda rivojlangan bozorlarda, ya'ni reklama narxi qimmat bo'lgan bozorlarda 300% romi hisoblay olsangiz, to bu juda ham zo'r. Misol uchun 300% haqiqatan fikringizga qo'shilaman. Amerika yoki istalgan rivojlangan davlatlarda sipni o'zi, customer acquisition cost, kakni o'zi qimmat. Ya'ni bitta mijoz narxi qimmat tushadi. Target strategiyani ichiga ham kiraylik, bitta yo'nalish olib. Meni fikrim bo'yicha oxirida kirsak bo'ladi. Hamma shukur, Xudo xolasa. Hozir hammasini bittadan ko'rib chiqaylik. Ma'lum bir voronkani tanlab, ichiga qanaqadir target strategiyasini ichiga ham kirib chiqamiz. Xo'p, aytib o'tganimdek, chatbot voronkasi o'zi aslida olganda alohida bo'ladi. Chatbot voronkasini yana alohida individual o'zingizning loyihangizdan kelib chiqqan holda tuzishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin chatbotdan keyin oxirida saytga yo'naltiriladi. Sayt nomer 2, ya'ni biz narx ko'rsatilgan saytni sayt nomer deb nomlaymiz odatda. Sayt 2 ga yo'naltiriladi. U yerda narxi bor. O'sha mijozingiz chatbot jarayonida progressdan o'tib bo'ldi, qiziqib bo'ldi, uni muammolariga yechimlarini olib bo'ldi va narx bilan saytga o'tgandan keyin u odatda yoki ariza qoldiradi yoki qoldirmaydi. Ma'lum bir miqdordagi auditoriyangiz mana shu bosqichda chiqib ketadi. Ma'lum miqdordagi esa ariza qoldiradi va natijada sizda sotuv bo'ladi. Xo'p, bu bizni chatbot varonkamiz edi. Undan keyingi varonka bu VSL varonka. VSL varonka juda ham kichik varonkalardan biri. Paid community bo'yicha ham experience bormi? Bor. Paid community deb turibsiz, подписочный modeli bo'yicha davron shuni aytyapsizmi? Ya'ni podpiska modeli bo'yicha misol uchun Telegramda kanal ochib, o'shanga oyma-oy podpiska bo'yicha to'lab borishni ham aytasiz. U bo'yicha bor. Juda ham chuqur tajribamiz bor. Aslida olganda ma'lum bir proyektni yo'lga qo'yilish jarayonida ishtirok etganman. Hozir proyektning nomini ham ayta olmayman, lekin bu bo'yicha tajribam bor. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta yozishingiz mumkin. Chuqurroq qanaqadir individual savollaringizga individual ko'rinishda javob bera olaman, albatta. Bu bo'yicha alohida bot ham bor.
mani juda ham yaqin o'rtoqlarim, juda ham yaqin tanishlarimni o'zlarini ma'lum bir botlari ham bor. Bu narsani oldindan sozlab qo'yishgan hozir foydalansangiz bo'ladi. Zo'r vosita. Foydalanishni maslahat beraman podpiska modelidan. Xo'p, keyingi varonka turimizga o'tadigan bo'lsak, bu VSL varonka. VSL varonka bu video sales later, ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsangiz, bu landing page va u landing pageda faqatgina bitta narsa bor va bu bitta narsa ham bu video. Misol uchun mana saytga kirasiz, bu ham hozir desktop ko'rinishi, ya'ni kompyuterdan kirganingizda yoki telefondan kirganingizda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Saytga kirganingizda u yerda umumiy bitta message, ya'ni bitta murojaat, 7 minutdan 15 minutgacha bo'lgan video, 4 minutdan 15 minutgacha bo'lgan video va u videoda barcha afzalliklar va nima uchun sizni kursingizni sotib olish kerak degan ma'lumotlar va uni ostida esa ariza qoldirish tugmasi. Bo'ldi. Bu VSL sayt. Odatda misol uchun webinar davomida olingan videongizni webinar davomida o'tkazilgan prezentatsiyangizni video ko'rinishiga o'tkazamiz va video ko'rinishiga o'tkazgandan keyin biz uni VSL varonka sifatida ishlatamiz. Ya'ni videosini tayyorlab qo'yib, yuklab qo'yamiz va istalgan odam endi istalgan vaqtda kirib, o'sha sizni webinaringizdagi ma'lumotlarni olib turib, qiziqsa sraz ariza qoldirib xarid qilishi mumkin. Ya'ni aytganimdek, webinardan keyingi ishlatiladigan varonka sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi? Pullik trafik yoki organik trafikni VSL landing pagega olib kirasiz. Saytda videoni ko'radi, undan keyin ariza qoldirish imkoniyati bo'ladi. Ariza qoldirilgandan keyin ular CRM tizimga, Telegramga yoki o'sha Google Sheets'ga tushadi, qanaqa vaziyatda bo'lishiga qarab va natijada siz qo'ng'iroq qilib ularga sotuv qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Oddiy qilib aytganda VSL varonka shunaqa ishlaydi. Endi VSL varonka kimlarga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, VSL varonka o'sha aytganimdek, odatda agarda sizda sotadigan kursingiz individual qanaqadir bir, ya'ni individual emas, qanaqadir bir ma'lumot berishni talab qiladigan bo'lsa, afzalliklarini albatta aytib o'tish kerak bo'lsa va u afzalliklar haqiqiy afzallik bo'lsa, ya'ni boshqalarning kurslaridan farq qiladigan sohadagi kurs bo'lsa, to unda albatta VSL varonka sizga to'g'ri keladi. Va VSL varonka odatda arzonroq bo'lgan kurslarga, ya'ni juda qimmat bo'lgan kurslarga VSL varonkadan foydalanmaslik maslahat beramiz. Juda qimmatroq bo'lgan kurslarga keyingi mana bu konsultatsionni varonkamiz to'g'ri keladi. Ya'ni juda qimmat deganda ham, qimmat ham bu o'zi nisbiy tushuncha. Misol uchun, bozorda o'zi bunaqa kurslar arzonroq bo'lib turib, sizda juda ham qimmat bo'ladigan bo'lsa, unda albatta konsultatsion varonka kerak sizga. Ya'ni narxingizni ochiqchasiga ayta olmaysiz, chunki bu sizning afzalligingiz emas. Bu narxni asoslab beradigan uchrashuv kerak. Ya'ni asoslab beradigan yuzma-yuz tet-a-tet o'tirib tushuntirib bera olishingiz kerak. Lekin hamma misol uchun 500 mingdan sotadigan bo'lsa, siz ham 500 mingga sotadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga konsultatsiya o'tkazish shart emas. Siz chunki hamma bozorda 500 mingdan sotadigan mahsulot sotyapsiz, xolos. Siz yaxshi webinarniy varonka, primoy varonka o'tkazishingiz mumkin yoki hozir aytib o'tgandek VSL varonka qilishingiz mumkin bo'ladi. Konsultatsion varonka ko'proq individual yo'nalishni talab qiladigan. Misol uchun, psixologiya kursi bo'ladimi? Ozish bo'yicha qanaqadir kurs bo'lsa, individual podxod talab qiladigan bo'lsa, unda siz konsultatsiya orqali yopishingiz mumkin. Yoki doimiy podpiskada kurs sotib oladigan bo'lsa, misol uchun nastavnichество deb aytamiz, uni ustozlik, ustoz va shogird formatida kurs sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, unda odatda konsultatsion varonkadan foydalanamiz. Konsultatsion varonka qanday ishlaydi? Konsultatsion varonkada biz har doim harakat qilamiz, saytlar orqali boshqa narsalarni olib kirmaslikka, to'g'ridan to'g'ri ekspertni o'ziga yoki ekspertni o'zi ko'rinishida ochilgan Telegram username olib kiramiz. U yerda albatta community managerlar o'tirishi mumkin, boshqa o'tirib javob berishi mumkin, lekin ekspertning nomidan javob bergandek qilib harakat qilamiz. Oxirgi vaqtlarda esa biz avtochat qo'yishga harakat qilyapmiz yoki sun'iy intellekt ulab qo'yyapmiz. Birinchi sun'iy intellektni ekspert bilan gaplashtiryapmiz. Sun'iy intellekt ekspert kabi fikrlashni, u kabi gaplashishni o'rganyapti va undan keyin biz uni Telegramga bog'lab qo'yyapmiz va Telegramni o'ziga trafik yo'naltiryapmiz. Username'ni o'ziga, ya'ni insonni akkauntini o'ziga yo'naltiryapmiz va u yerda sun'iy intellekt bilan muloqot qilish orqali yoki byudjet kichikroq bo'lsa, ekspertni o'zi o'tirib javob beradi odatda. Javob berish orqali onlayn yoki offlayn mitingga olib chiqamiz. Onlayn miting bo'lsa 20 minut vaqtingizni ajratasiz, 20 minutda 10 minutida siz gapirasiz, savollaringizni bera olasiz. Keyin 10 minutida men sizga javob beraman, yechimini beraman va oxirida narxini aytaman. Qiziq bo'lsa ishlaymiz, qiziq bo'lmasa bepul. Konsultatsiya bepul deb turib aytamiz. Albatta pullik formatlari ham bor. Misol uchun nomiga pul qo'yiladi odatda. Biz misol uchun 50 ming so'm, 100 ming so'm deb narx belgilaymiz. Nimaga? Shu qadri bo'lishi uchun bu mitingda yoki offlayn mitingga bir qahva choy ichamiz yoki keling bir qahva kofe ichamiz deb turib, bir piyola choy yoki bir qahva kofega taklif qilamizda o'tirib u yerda
batafsil qanaqadir qimmatroq kurs bo'ladigan bo'lsa afzalligini tushuntirib berib individual yechim berish orqali sotuv qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi Jafar aka, men bir narsani tushunmay qoldim. Siz avtovoronka ishlatmaysizmi? Ya'ni lidlar CRM tizimda etaplarga avtomatik o'tmaydimi? Buni so'raganim sababi meni bilishim bo'yicha Salesbot kabi xizmatlarda CRM ning integratsiyasi ancha qiyin. Masalan, mijoz telefon raqamini berganda CRM ga avtomatik kiritish, plus qoldirsa qiziqish bildiradi etapiga o'tkazish meni avtovoronka haqidagi tushunchamni noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Plus qoldirish deganda komment emas, bot ichida. AI bilan muloqot qildiryapmiz dedingiz. Qaysi xizmatdan foydalanasiz va tavsiya qilasiz? Biz N8P dan foydalanamiz. Ya'ni o'zimiz botlarni ulab ketma-ketligini tuzib chiqqanmiz. Unda biz CRM tizimini ham alohida ulab qo'yganmiz. E, Ma'lum bir shablon yo'q. To'g'risi, men misol uchun aytolmayman sizga chatbotni yoki anani nima deydi, ChatGPTni misol uchun APIsini tortib turib, to'g'ridan to'g'ri ulab qo'yib biz foydalanyapmiz yoki DeepSeek'dan tortib qo'yib to'g'ridan to'g'ri ulab foydalanyapmiz deb aytolmayman. Gibridniy format, har xil vaziyatda har xil foydalanamiz. Lekin siz yuqorida yana so'ragan savolingizga javob sifatida avtovoronkadan foydalanmaysizmi dedingiz. Mani hozir maqsadim man foydalanadigan voronkalarni emas, balki bozorda bor bo'lgan voronkalarni ko'rsatib berish. Lekin pastroqda mana ko'rishimiz mumkin, bizda haqiqatdan ham bugungi kunda biz foydalanayotgan voronkalarimiz ham bo'ladi va aynan siz so'ragan o'sha avtovoronkalar, vaholanki kerak bo'lsa Tripwire voronkalarimiz ham yoki gibrid voronkalarimiz ham bor. Ular haqida ham hozir siz bilan gaplashib o'tamiz va ochiqchasiga qanaqadir ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Xo'p, konsultatsion voronka qaysi formatdagi mijozlarga to'g'ri kelishi haqida ham aytdim. Konsultatsion voronka ko'proq individual yondashuvni talab qiladigan, ma'lum bir sohaga nisbatan, ya'ni bozorga nisbatan sizda qimmatroq kurs bo'ladigan bo'lsa, ya'ni asosda berishingiz kerak bo'ladigan vaziyatlarda konsultatsion voronka yoki bozorda umuman yo'q bo'lgan kurs qiladigan bo'lsangiz, to unda konsultatsion voronka sizga misol uchun to'g'ri kelishi mumkin. Ondan foydalansangiz bo'ladi. Lekin o'rtoqlar, yuqorida biz sizlar bilan ko'rib kelgan konsultatsion voronka, VSL voronka, chatbot voronka, webinar voronka, primoy voronka, hozir daily meeting degan voronkalar ham bor. Ulardan ya'ni har kun siz trafik qilib Telegram kanalga olib kirishadi va u yerda har kun kechqurun soat 7 da yoki 8 da ma'lum bir spiker chiqib yoki kurator chiqib turib sizga kurs haqida aytib beradi. Ya'ni har kun o'tkazadigan daily voronkalar ham bor. Daily meeting voronka deyiladi. Lekin bularni barchasi aslida olganda eskiri bo'lgan voronkalar. Bulardan bozor to'yib ketgan, hamma to'yib ketgan va hozir hamma onlayn maktablarni, endi hammasi demaymiz, ko'plab onlayn maktablarni bitta o'rog'i bor. Bu sotuvdan odam faktorini chiqarib tashlash yoki odam faktorini minimumga keltirish. Ya'ni sotuv jarayonida odam kamroq ishtirok etsin, sotuv menejerlar kamroq ishtirok etsin degan fikr bo'ladi. Nima uchun? Chunki aslida olganda agarda siz onlayn maktab sohasida anchadan beri ishlab keladigan bo'lsangiz va ma'lum bir sonlarni har doim yig'ib keladigan bo'lsangiz, hozir agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, odatda eng ko'p mijoz yo'qotish, ya'ni eng ko'p konversiyani yo'qotish bosqichi aynan odam faktori bor bo'lgan joyda bo'ladi. Ya'ni siz yagona prognoz qila olmaydigan narsa yoki prognoz qilsangiz ham o'xshamasligi ehtimoli baland bo'lgan narsa bu odam ishtirok etadigan qismi. Misol uchun, lidingiz $1 ga tushishini prognoz qilishingiz mumkin va o'shanga nisbatan harakat qilasiz va natijaga ta'sir o'tkaza olasiz. U tushgan $1 liddan misol uchun mana shunchasi saytingizga o'tishi, mana shunchasi video ko'rish kerakligini ham prognoz qila olasiz. Lekin ariza qoldirgandan keyin unga 4% ga, misol uchun 100 ta liddan 4 tasiga sotuv bo'lishi yoki 100 ta liddan 10% ga, ya'ni 10 tasiga sotuv bo'lishini siz oldindan prognoz qilsangiz ham o'xshamasligi ehtimoli baland. Nimaga? Chunki bu yerda odam faktori bor. Sotuv menejeri vaqtida telefon ko'tarib telefon qilmadi. Sotuv menejeri vaqtida misol uchun konsultatsiya bermadi, kayfiyati yo'q edi, to'g'ri yondashuv topa olmadi va natijada sizda sotuvni tushib ketish ehtimoli balandlashadi. Albatta 100% bugungi kunda hech kim odam faktorini bu formuladan chiqarib tashlay olmaydi. Baribir har bir bosqichda qanaqadir bir ma'lum bir sotuv bo'lim menejeri ishtirok etadi. Lekin hozir sizlarga hech bo'lmasa mana shu odam faktorini kamaytiradigan voronkalarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Birinchisi bu avtovoronka. Kichikroq ko'rinishda yozishga harakat qildim va bundan keyin kattaroq ko'rinishini ham ko'rsataman sizlarga hozir. O'zi aslida qanaqa bo'lishi kerakligini. Avtovoronka bu nima? Avtovoronka, siz shunchaki reklamani sozladingiz, reklamani sozlaganingizdan keyin ma'lum bir miqdorda odamlar har kun voronkangizni bosh qismiga kiryapti, ya'ni tepasi yuqorisidan kiryapti va pastida sotuv bo'lib chiqib ketishyapti.
Mana shu narsa avtovoronka. Ya'ni bu bosqichda siz bir marotaba sozladingiz va faqat trafik olib kirish bilan, tepadan trafik yo'naltirib turish bilan shug'ullanishingiz kerak. Voronkangizda o'zini bosqichlarini nazorat qilib turishingiz kerak. Konversiyaning bitta bosqichdan keyingi bosqichga qancha odam o'tayotganligini. Jarayonda esa sotuv o'zi avtomatik ravishda bo'lib ketaverishi kerak va mana shu narsa avtovoronka deyiladi. Aslida olganda bu любой istalgan onlayn maktabni orzusi. Bu narsaga 100% erishib bo'lmaydi yoki shaxsan men o'zim erisha olmadim. Hozir shu kungacha aniq ayta olaman. Baribir qaysi bir jarayonda odamni ishtirokini qo'shyapmiz yoki odam ishtirokini qo'shmasak natijalarimiz kutilgandan qimmatroq chiqyapti. Lekin bunaqa voronka turlari bor va bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi albatta. Ya'ni biz kutilmamizga nisbatan qimmat chiqyapti xolos, lekin ishlamayapti demayman. Aniq ishlayapti, lekin shunchaki hozir odam qilsa arzonroq tushayotgandek fikrimiz bor. Man kursni dastlab 1 yillik dostum bilan ruchni qo'lda sotdim. Hozir Obunobod orqali oyiga 100 ming qilib test qilyapman. Lekin odamlar negadir ishonchi qiyin bo'lyapti. Karta raqamlarini kiritishga yoki boshqa muammosi bor. Nima uchun berasiz Jafaring? Jamshidbek, adashmasam siz Obunapay orqali qilyapsiz. Obunobot bu o'sha App Store kanallarida turgan botni inobatga olgan bo'lishingiz mumkin. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu mavzuga vebinarimizning yakunida qaytib kelsak, chunki hozir ozgina fikrimiz buzilib qoladi. Boshqa yo'nalishdan savol kelganligi uchun, ya'ni hozirgi gaplashayotgan mavzumiz bo'yicha emas, shunga oxirida qaytib kelamiz. Agar esimdan chiqib ketsa, eslatishingizni iltimos qilaman. Demak, avtovoronka bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerda bizda avtovoronka qanday ishlaydi? Avtovoronkani shu kungacha ikkita instrumentda, ikkita joyda sozlaganman. Bu Telegram botda va Direktda shu ikkalasida sozlaganmiz va shu bo'yicha hozir sizlar bilan o'zimning tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Bu vaziyatda biz nima qilganmiz? Pullik va organik trafiklarni hammasini Telegram botga yo'naltirganmiz. Telegram botni biz o'sha vaqtda Chatplace orqali sozlagandik. Chatplace'ning o'zida har bir bosqichlarni, har bir etapini sozlab chiqamiz va hamma trafikni, butun trafikni Telegram botga olib kiramiz. Telegram botga kirgandan keyin biz 3 kun davomida Telegram botga kirib start tugmasini bosgandan keyin sразу o'zini tanishtiradi va biz CRM tizimiga uni tortib olamiz va CRM tizimiga tortib olganimizdan keyin biz uni 3 kun davomida qiziqtirib boramiz. Birinchi kun ma'lum bir asosiy muammoni olib chiqish, u qanday o'zi muammo bilan bu yerga kelganligini o'shani olib chiqamiz va sohaga qiziqtiramiz. Agar kasb kursini sotadigan bo'lsangiz, to sohaga qiziqtirishingiz kerak bo'ladi. Agarda ma'lum bir yumshoq ko'nikmalar beradigan bo'lsangiz, asosiy muammoni olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu birinchi kun davomida. Sizda mana bunaqa muammo bor va shu sababli siz shu yerdasiz. Aslida olganda bu muammo bunaqa insonlarda bor deb turib aytiladi. Undan keyin ikkinchi kun davomida bu asosiy muammo bilan, agar yumshoq sohasida yumshoq ko'nikmalar kursi bo'ladigan bo'lsa, bu asosiy muammoni kuchaytirish kerak. Ya'ni aslida olganda bu muammo shuncha insonlarda bor. Bu muammo mana bunaqa natijalarga olib keladi, bunaqa muammolarga olib keladi deyiladi. Kasb kurslarini sotadigan bo'lsangiz, kasbga nisbatan qiziqtirish boshlanadi. Ya'ni boshida siz sohaga qiziqtirdingiz, misol uchun marketing sohasiga qiziqtirdingiz, ikkinchi kuni endi siz SMM mutaxassis kasbiga qiziqtirasiz va uchinchi kuni esa agarda muammosi bilan kelgan bo'lsa, muammoga yechim berasiz. Agarda kasb o'rganaman deb kelgan bo'lsa, daromad haqida gapirishni boshlaysiz. Ya'ni monetizatsiya qismiga o'tasiz va 3 kun davomida siz uni avtomatik o'zidan o'zi keladigan сообщениялар orqali qiziqtirib borasiz. Ma'lum bir videolar jo'natiladi, ma'lum bir сообщениялар, lekin u ketma-ketlikni sizni o'zingiz yozasiz va siz go'yoki o'tirib turib, odam bilan muloqot qilgandek botdan unga xabarlar kelib turishi kerak. Ma'lum bir video keldi, videoni ko'rib bo'ldingizmi deb xabar keladi. Ha tugmasini bossa, shu videoda mana shu narsa aytib berilgandi. Bunga fikringiz qanday? Yaxshi, yomon yoki bunaqa? Bosadi. Xo'p, keling siz bilan test qilib olamiz. 3 ta savol deydi. Savol tashlaydi, savolga javob beradi va vaholanki qandaydir bir dialog paydo bo'lishi kerak botdan va uni 3 kun davomida siz qiziqtirib borishingiz kerak. Xo'p, hozir savollarga to'xtaymiz. Assalomu alaykum. 100% dan 4% konversiya qilsa, qolgan 96% nima qilasizlar? Qaysi voronkaligiga qarab, misol uchun webinarni voronkada bo'ladigan bo'lsa, o'zini yechimi bor. Agar primoy voronka bo'ladigan bo'lsa, bizda voronkamizdan chiqib ketish uchun 6 oy muddat kerak. Ya'ni biz har xil voronkalarga yo'naltirib yuboramiz. Birinchi biz uni reanimatsiya qilish voronkasiga yo'naltiramiz. Misol uchun 100 tadan 4 ta odam sotib oldik, qolgan 90 ta odamni biz reanimatsiyaga jo'natamiz. Reanimatsiya voronkasi bor. Reanimatsiya voronkasida unga ma'lum bir darajadagi skidka beriladi. Ya'ni biz hozir unga sizga mana bir haftaga 10% skidka beramiz deymiz. Bir hafta davomida unga eslatib turamiz buni. Reanimatsiyadan keyin ham u qaytib kelmasa bizga, undan keyin boshqa attention anasiga o'tadi. Biz unga shunchaki xabarlar jo'natib turamiz. Eslaysizmi? Biz mana kursimiz bor, ariza qoldiruvdingiz. O'tmaysizmi, o'tmaysiz. Ya'ni biz 6 oy davomida har xil voronkadan voronkaga tashlab boramiz ularni va odatda hech qachon konversiyamiz 100 talikdan 4 ta
to'rt lit bo'lmagan, ya'ni 4% bo'lmaydi, odatda yuqori bo'ladi. Nimaga? Chunki birinchi voronkangizni sotib olmasa boshqa voronkalarga tashlab boraverish kerak, ya'ni voronkani ichida voronkalarga o'tib ketish kerak. Mening voronkamga o'xshash tomoni ko'p ekan, lekin men har bir kishi uchun alohida 3 kunlik progress qilmagan edim. Zo'r feedback bo'ldi. Rahmat. Davron like okey. Demak, 3 kun davomida qiziqtiramiz. Har xil endi sohaga qarab, har xil sohaga qarab 3 kun davomida siz uni ma'lum bir qiziqishga olib kelasiz va oxirida u qiziqishi cho'qqisiga chiqqanligini siz o'zingiz albatta analiz qilib, voronkangiz o'ziga bog'liq, cho'qqisiga chiqqandan keyin siz unga saytga yo'naltirasiz. Saytga yo'naltirib turib, unga sayt nomer 2 ga yo'naltirasiz va u yerda u sotib olish imkoniyati bo'ladi. Mana shu qismida biz haqiqatan ham srazu to'lov tizimini ulab qo'ygandik. Ya'ni srazu to'lov tizimi turgandi bizda Payme Click orqali. Lekin men shaxsan o'zim qanday muammoga duch keldim? Ayni mana shu qismida hammada ham bugungi kunda afsuski kartasida pul bo'lmaydi. Asosan biz o'zimizni maktabimizda, ya'ni o'sha mijozni maktabi ko'proq yosh bolalarga yo'naltirilgan edi. Ya'ni yosh bolalar deganda ham qanday? Bu 16 yoshdan tam 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarga yo'naltirilgan va odatda e, kartasida pul bo'lmaganligi uchun vaqtida joyda to'lov qila olmasdi va biz natijada litni yo'qotib qo'yardik. Shu sababli biz nima qildik? Shu sababli biz baribir ularni arizalari hamma CRMga ham tushadigan va CRM tizimidan keyin bizni xodimimiz baribir unga telefon qiladigan, agarda hozir imkoniyati bo'lmasa bo'lib turish imkoniyatlarini taklif qiladigan formatni taklif qildik. Chunki odam faktorini 100% olib tashlay olmadim. Nimaga? Chunki bu yerda biz ta'sir qila olmaydigan bitta faktor bor. Bu insonlarning kartasida pul bor yoki yo'q va umuman olganda kartada pul ushlashga bo'lgan odamlarni ko'nikmas. Chunki bizda nima fikr? Kartani pul kredit yechib oladi, mashinniklar yechib oladi, uy yechib oladi. Chunki kartada har doim pul bo'lmaydi, afsuski. Endi bu albatta qanaqa kurs sotishingizga qarab ham, qaysi auditoriyaga kurs sotishingizga qarab. Va natijada sizda sotuv bo'ladi. Aslida olganda bu yerda mana avtovoronkani sizlar kichik shaklini ko'ryapsizlar. U menda mana bunaqa ko'rinishda, mana hozir ekraninglardagi, endi juda ham yaqinlashtirib hamma ma'lumot ko'rsatolmayman, chunki bu haqiqiy ishlab turgan proyektimiz. Mana bizda landing 1.0 ga tushadi. U yerda saytdan keyin botga yo'naltiramiz. Botga o'tadi, botda tanishish qismi. Undan keyin biz qandaydir bir foydali ma'lumot beramiz unga. Undan keyin birinchi kun mana bu yerda birinchi kun progrevi, undan keyin ikkinchi kunda progrevi, o'rtada videolar bor, testlar bor, tarqatma materiallar bor. Undan keyin uchinchi kunda progrevi, uchinchi kunda progrevidan keyin mana ilk marotaba unga sotuv soобщенияsi ketdi, undan keyin sotuv soобщенияsi takrorlandi, ertasi kun yana so'raldi, uchinchi kun so'raladi, uchinchi kundan keyin ham agar u xabar bermasa, biz uni reanimatsiya botiga yo'naltiramiz, ya'ni reanimatsiya voronkasiga o'tadi, bot u bilan boshqacha gaplashishni boshlaydi. Agarda bundan keyin yana o'tadigan bo'lsa, landing 2.0 ga o'tadi, ya'ni landing 2 ga o'tadi, sayt 2 ga, u yerdan to'lov qilishi mumkin va undan keyin biz uni platformaga yo'naltirib yuboramiz. Va mana bu asosida bizda haqiqatdan ham avtovoronkamiz mana shunaqa katta ko'rinishda bo'lgan va bu hammasi botga oldindan kiritilgan. Mana shu narsa avtovoronka deyiladi, o'rtoqlar. Mana bu yerda kichikroq ko'rsatib tushuntirib berdim. Nimaga? Chunki mana bu 3 ta bosqich eng muhim bo'lgan bosqich aslida olganda, lekin bu 3 ta bosqich har bitta loyihada individual bo'ladi. Loyihangizda o'zi qanaqa mavzudaligiga. Bizda hozir ko'rsatgan mana bu avtovoronka ham, bu avtovoronka digital marketing kursini sotish uchun mo'ljallangan avtovoronka hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari, o'rtoqlar, bu avtovoronka edi. Avtovoronkadan tashqari bizda Tripwire voronka degan tushuncha bor. Tripwire voronka o'zi nima deydigan bo'lsangiz, Tripwire voronka bu sizda tasavvur qiling, misol uchun kursingiz bor. Ma'lum bir kursingiz, uni narxi 3 million so'm. 3 million so'mga siz uni sotishga qiynalyapsiz, chunki odamlarda qanaqadir shubha bor, o'zi bu ko'rsatayotganingiz dars oxirida elektron variantini berasizmi? Afsuski o'zimizda ishlab turgan avtovoronkanikini bera olmayman, to'g'ri tushunasizligiga umiddaman, chunki endi biz maksimum ochiqlikka harakat qilyapmiz. Mana ko'rsatib berishga harakat qildim, lekin prям bo'lishadigan darajada bera olmaymiz. Nimaga? Chunki bu o'zimizda ishlab turgan hozir instrumentimiz, lekin sizga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, misol uchun mana shu yerda maslahat berib yuboring, siz maslahat berishim mumkin. Maslahat berish menda bepul. Uni yordam bera olaman. Lekin shunchaki to'g'ridan-to'g'ri bo'lisha olmasligim sababini tushundingiz degan umiddaman, chunki ishlab turgan vositamiz, misol uchun kirib turib retseptingizni bering, mana shu retseptni nom tushiring deganday bo'lib qoladi degan fikrim bor, xolos. Manimcha zapis haqida gapirgan bo'lishlari mumkin. Agar zapis Mayli qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka, hozir shu qilib zapisni chiqamiz. yuborishimiz mumkin. Yana bir marta ko'rib chiqishingiz mumkin webinarni. Fayl, xo'p.
tushundim. Mana bu voronkalarni o'zini tashlab beraman. Voronkalarni mana bu qismini hammasini tashlab beraman sizlarga. Mana bu qismi sizlarda bo'ladi hamma voronkalarni. Faqat shunchaki qaysidir bir o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimiz bo'lgan qismini olib tashlashga majbur bo'laman o'rtoqlar. Shu to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman xolos. Ya'ni bu yerda ma'lumotni qizg'anish yoki oshirish nuqtai fikrimiz yo'q. Shunchaki ishlab turgan loyihalarning ma'lumoti shu sababli buni bo'lisha olmaymiz hamma bilan. Xo'p, Tripwire voronkasiga qaytib keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, Tripwire voronka mani eng sevimli voronkalarim. O'zbekistonda deyarli kamdan kam foydalanishadi Tripwire voronkadan, lekin zo'r ishlaydigan voronka va eng muhimi Tripwire voronkani haqiqatdan ham deyarli 100% avtomatizatsiya qilib qo'yish imkoniyati bor va buning uchun o'zi Tripwire voronkani nima uchun oxiriga qoldirdim? Chunki bundan juda ham kamdan kam foydalanishadi, lekin foydalanishinglarni maslahat beraman. Tripwire bu nima? Tripwire bu sizda misol uchun 3 millionlik katta flagman kursingiz bor va u kursingizni 3 millionga odamlar sotib olishga turli xil sabablarga ko'ra qaror qabul qilishmayapti. Misol uchun qimmat deyishyapti, misol uchun ertaga sifat yaxshi bo'ladimi, o'zi natija bera olasizlarmi, o'zi kim bizga dars beradi, o'zi onlayn hech qachon o'qimaganman, o'qa olamanmi degan shubhalar bor bo'lgan odamlarga arzimagan kichik bir pulga, ya'ni 19 ming so'mdan 199 ming so'mgacha bo'lgan summaga, biz bu summasini ham odatda chegara qo'yganmiz. Nimaga? Chunki 19 mingdan 199 minggacha endi auditoriyaga qarab bu mayli tavakkal qilib qo'ring degan fikrda ishlatish mumkin bo'lgan pul. Ya'ni tavakkal qilib ko'rishga qo'rqmaydigan miqdordagi pul. Shu sababli biz 19 ming so'mdan 199 ming so'mgacha kichkina bir kurs qilishingizni maslahat beramiz. Misol uchun tasavvur qiling, sizda mobilografiya bo'yicha kursingiz bor. Mobilografiya kursingiz 3 million so'm turadi. Endi mobilografiyani misol keltirdim hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Mobilografiya kursi 3 million so'm turadi. Lekin 3 million so'mga onlayn mobilografiya kursingizni sotib olmayapti. O'sha mobilografiya kursingiz ichidan ma'lum bir modulni olib chiqasiz. Misol uchun Reels tayyorlash bo'yicha kurs qilasiz. Reels making degan kurs bo'ladi. U mobilografiyani ichidagi ma'lum bir ko'nikma xolos. O'sha ko'nikmani o'zini alohida olib chiqasiz. Narxini misol uchun 59 ming so'm qilib qo'yasiz-da. 59 ming so'mga endi siz Reels yaratish ko'nikmasi yoki Reelslaringizni millionlab insonlar ko'rsin degan kurs qilasiz-da va endi odamlarni o'sha kursga olib kelasiz. Odamlar natijada o'sha pullik trafik manbai yoki organik trafik manbai orqali o'sha arzimagan kichkina Tripwire mahsulotingizga olib kirasiz va bu yerda odamlarda endi shubha pastroq bo'ladi. Chunki 3 million so'mga shubha bilan 59 ming so'mga shubha har xil darajasi va katta ehtimol bilan sotib olish konversiyasi oshadi. Ya'ni qiziqqanlardan sotib olish konversiyasi oshadi. Bu yerda siz nima qilishingiz mumkin? O'sha kichik kursingizni, ham katta kursingizni, ham kichik kursingizni Exot platformasiga yuklaysiz. Bu haqida hozir yana gaplashishimiz mumkin. U yerga yuklaganingizdan keyin Exotda bilasizlar, to'g'ridan to'g'ri sira sotib olish imkoniyati bor. Ya'ni bu yerda haligacha odam ishtirok etmayapti. Siz target trafikni yo'naltirdingiz saytga. Exotda o'sha kerak bo'lsa saytingiz o'zingizga shaxsiy landing page qilishingiz mumkin Exotda ichida. O'sha yerga yo'naltirganingizdan keyin siz to'g'ridan to'g'ri o'sha 59 ming so'mgacha yoki mana 199 ming so'mgacha bo'lgan mini kurs dedim. Mini kursda odamlar sotib olishadi. Jarayonda nima bo'ladi? Jarayonda odam sotib olgandan keyin uni siz CRM tizimiga olib ketdingiz. Birinchi o'rinda u siz endi CRM tizimingizda siz unga SMS jo'natishingiz mumkin, telefon qilishingiz mumkin, xohlagansiz boshqa narsa, ya'ni sizdan xarid qilgan insonni ma'lumotini yig'dingiz. Va eng muhimi, kerak bo'lsa agar Exotga trafik yo'naltiradigan bo'lsangiz, u sizdan kurs sotib olmasa ham, lekin ro'yxatdan o'tsa, uni ham ma'lumotini olishingiz mumkin. Bu ham sizning o'quvchingiz bo'ladi. U bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Undan keyin siz mini sotuv qildingiz. Mayli 59 ming so'm bo'lsa, mayli siz uni jalb qilish uchun o'shancha pul ketkazgan bo'lishingiz mumkin-da. Uni olib kelib olish uchun shuncha 59 ming pul ketgan bo'lishi mumkin. Muhimi siz uni bepul oldingiz. Endi u Tripwire kursingizda o'tadi. Tripwire kursingizning maqsadi muammoni kuchaytirish. Ya'ni bu muammo aslida bunaqa kuchliroq deb turib, ya'ni kursga bo'lgan muhtojlikni oshirish. Sohaga qiziqtirish, agarda kasb sotadigan bo'lsangiz, imkoniyatlarni ochib berish, ya'ni mana bunaqa imkoniyat bor o'zida. Mobilograf bo'lsang, Reels maker bo'lsang, mana shunaqa daromad ko'rasan. Lekin tasavvur qil, mobilograf bo'lsang, mana bunaqa daromad ko'rasan. Mana bunaqa ko'rinishda ishlashing mumkin. Mana bu ishlarni qilasan, YouTube'ga video qilasan, film tushirishing mumkin deb turib ko'rsatamiz va eng muhimi, biz unga dars sifatini ko'rsatamiz. Men har doim aytaman, Tripwire produkt bu eng sifatli kursingiz bo'lishi kerak aslida olganda. Misol uchun, biz o'zimiz qilgan Tripwire produktlarda bizni flagman kursimizdagi ichidagi ma'lumotlarning deyarli 60% ni biz Tripwire'da berganmiz. Ya'ni BIP o'sha arzon formatda berganmiz. Chunki aslida olganda inson ma'lum bir muammosiga yechim uchun keladi. Agar u bitta kichik muammosiga yechim olsa, u endi katta muammosini ham sizga ishonadi va yechimini sizdan olishga harakat qiladi. Va shu sababli endi bu yerda qaror faqatgina qimmat yoki qimmatda emas, balki mana shu muammomga yechim ola olayapmanmi yoki yo'qmi degan tomonga o'zgaradi uni fikri.
va bizni vazifamiz ham fikrni o'zgartirish aslida. Demak, o'sha dars sifatini zo'rligini ko'rsatdik, sohaga qiziqtirdik uni, imkoniyatlarni ko'rsatib bergandan keyin oxirgi darsda siz o'sha Exot platformasini o'zida ham tugma qoldirib ketishingiz mumkin. Oxirgi darsda tugma qoldirib ketasiz. Va oxirgi darsingizni o'zi asosiy flagman kursingiz haqida bo'ladi. Oxirgi darsda siz nima deysiz? Mana bugun siz misol uchun Reels Maker bo'lib chiqdingiz. Siz endi Reels Making qilishni bilasiz. Lekin bilasizmi, Reels Makingdan keyingi darajada mobilograflar turadi. Men albatta ishonaman, siz endi o'sishingiz kerak u tomonga. Agarda xohlasangiz, mana shu mobilografiya kursimizni biz sizga misol uchun tam 200 ming chegirma bilan 300 ming chegirma bilan berishimiz mumkin. Buning uchun siz pastda mana shu video darslikda tagidagi tugmani bosasiz va asosiy kursimizni sahifasiga o'tasiz. Va u yerda mana bu promokodni kirgizing deb turib promokod qoldirasiz. Va eng muhimi, Exotda promokodlardan ham foydalanish imkoniyati bor. Misol uchun tasavvur qiling, Tripwire produktingiz 200 ming so'm bo'lsa, o'sha 200 ming o'zi to'lab bo'lgan sizga o'sha 200 mingga promokod qilib berishingiz mumkin. Ya'ni Exotga kirib Tripwire so'zini yozadi va 200 ming so'mlik promokod bilan kurs narxi 200 mingga arzonlashadi. Asosiy kursingizni 2 million 800 mingga sotib olish mumkin. Va eng muhimi, undan keyin u sizni asosiy kursingizni sahifasiga o'tadi. Exotning ichidagi asosiy kursni bo'lib to'lash orqali ham xarid qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni misol uchun kursingiz qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha karta bilan to'lash muammosi bizda bozorda keng tarqalgan. Shu sababli bu Tripwire reanimatsiyada ham ishlatib ko'rsa bo'lar ekan, zo'r effekt bersa kerak. Albatta biz birinchi o'rinda o'zi test formatida reanimatsiyada ishlatganmiz buni. Demak, asosiy kurs bo'lib to'lash orqali ham Exotda siz bu muammoga yechim topa olasiz. U yerda uzun nasiya orqali, alif nasiya orqali yoki Exotda o'zini ichidagi sizga shunaqa imkoniyat yaratib bergan, siz o'zingiz bo'lib to'lashni kontrol qilishingiz mumkin. Bu yerda Exot sizni moliyalashtirib bermaydi albatta. Siz o'zingiz shartnomalar tuzishingiz kerak bo'ladi, lekin sizga shu imkoniyatni yaratib beradi. Ya'ni siz oldindan kontrol qila olasiz, qaysi o'quvchi qachon pul to'lashi kerak. Agar pul to'lamasa, avtomatik ravishda dostupga o'chadigan qilib qo'yish imkoniyatingiz bor yoki sразу to'liq to'lov evaziga u sizni asosiy kursingizni sotib olish imkoniyati bo'ladi. Bu yerda ham aslida olganda odam ishtiroki kerak bo'ladi. Odam ishtirok etsa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni misol uchun Tripwire produktingizni sotib olganlar Tripwire produktingiz misol uchun o'zi 6 tagadan dars yoki 10 tagadan dars bo'lsa, bir hafta davomida misol uchun asosiy kursingizni sotib olmasa, sotuv bo'limi telefon qilib turib, nimaga sotib olmadingiz? Katta kursimiz sizga ma'qul kelmadimi yoki Tripwire'imiz yoqmadimi sizga? Balki qanaqadir ko'proq chegirma berishimiz kerakdir deb turib, ya'ni taklif qilishi mumkin. Lekin umuman olganda katta miqdorda odamni Tripwire produktingizga olib kira olsangiz, sotuvni o'ziga ham yaxshi miqdorda konversiya bo'lishi kerak. Agar haqiqatdan ham Tripwire produktingiz zo'r sifatli bo'lsa, va ayni mana shu maqsadda siz albatta Exotdan ham foydalanishingiz mumkin. Aslida olganda o'rtoqlar, Exot nafaqat bu muammoga yechim, balki boshqa ko'plab muammolarga ham yechim beradi. Hozir mana shu muammolar haqida men sizlarga ko'proq yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, bu yerda bu prezentatsiyani ochamiz. Tak. Hammaga prezentatsiya ko'rmayaptim. Ya'ni Exot haqiqatdan ham aytib o'tganimdek, nafaqat sizlarga Tripwire produktinglarni qilishinglarga, balki kurslarni butunlay olib borishinglarni imkoniyatini beradigan platformalardan biri hisoblanadi va hozir sizlarga bu haqida Abdulaziz to'liqroq aytib beradilar. Rahmat kattakon. Undan oldin, aytib berishimdan oldin ozgina chatga yozib qoldirsanglar, qanchalik sizga foydali bo'ldi? Jafar aka aytib o'tgan ma'lumot, menimcha bu juda ham foydali bo'ldi. Bunaqa ma'lumot asosan o'zi pulli kurslarda beriladi, faqat pulli kurslar hammasida ham berilmaydi. Shuning uchun agar foydali bo'lgan bo'lsa, plyus yozib qoldiringlar. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Super, super. Xo'sh, prezentatsiyani qoldirsak. Yangilik bular. Aha, super. Hammaga manfaatli bo'lganidan juda xursandman. Ozgina o'zi platformamiz haqida aytib bersak, mana shu hozir Jafar aka aytib o'tganidek, Tripwire voronkasini ham albatta Exot platformasida ishlatsa bo'ladi va biza aynan nimaga aynan o'sha kurslarni hamma jarayonlarini bizani platformada yurishingiz mumkin deb aytamiz, chunki siz kursni mana shu maktabingizni boshlaganingizdan, ochganingizdan turib kurslarni joylaysiz, uyga vazifalarni qilasiz, praktika qilasiz, o'quvchilaringiz uchun to'lovlarni qabul qilasiz va bundan tashqari platformaning ichida marketing va savdo vositalari ham mavjud. Platformani o'zida bu o'sha aytganimizdek voronkalar nafaqat Tripwire, balki lead magnitli voronkalar ham bo'lishi mumkin. Lead magnitni Tripwiredan farqi, bu lead magnit bu bepul mahsulot. Tripwire qanaqadir arzon bo'lsa, lead magnit bepul mahsulot. Bizani ko'plab mijozlarimiz aynan mana shu voronkalar orqali hammasi texnik yechim bo'lgani uchun
hammasi platformada mavjud. Shuning uchun ham masalan o'tgan yil biza ko'rgan edik bitta maktab 35 karra platformaga o'tgandan keyin 35 karra oshgan. Nimaga? Chunki barcha funksionalni ishlatgani uchun. Albatta, o'sha barcha funksionalni hozir men sizga aytib bera olmayman, hammasini ko'rsata olmayman qisqa vaqt ichida. Shuning uchun hozir keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni kursingizni o'sha platformada nima qilish mumkin, ya'ni bizani platforma qanday aynan sizni kursingizga yordam berishini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, menejerlarimiz sizga platformani ichidagi o'sha batafsil taqdimot o'tkazishadi. Hozir men Telegram kanalimizga, shu vebinarimizni Telegram kanaliga yuboraman. Bizani qo'llab-quvvatlash markazimizni akkauntini o'sha yerga yozasiz va sizga barcha ma'lumot batafsil ravsh qiladi. Mana keyingi slaydni ham o'tishimiz mumkin. Ya'ni ariza qoldirasiz Exodus supportda 30 daqiqa ichida mana shunaqa onlayn prezentatsiya orqali hammasini ko'rsatamiz, hammasini tahlil qilamiz, maktablarni кейslarini ko'rsatamiz, ular qanaqa yuritishadi va undan keyin o'sha 7 kun bepul sinov muddati bo'ladi. Hammasini o'zingiz ko'rib chiqasiz. Agar sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, sizga yoqadigan bo'lsa, keyin уже boshlashimiz mumkin. Platforma haqida qisqacha aytganimizda shu ma'lumot. Keling endi agar yana qanaqadir savollaringizlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini tahlil qilamiz va ancha o'zi ko'p savollar bo'ldi bugun. Qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, masalan, adashmasam, to'lovlar bo'yicha savollar bor edi. Yana kimdir so'ragan edi, yopiq Telegram kanallar bo'yicha. Shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Exot orqali ham yopiq Telegram kanallarni qilishingiz mumkin. Bizning mijozlarimiz ishlatishadi. Community uchun hammasi efir zapisini albatta beramiz. Xo'p. O'rtoqlar, juda ham muhim bo'lgan qismi Abdulaziz ozgina skromniyroq hozir aytib berdilar. Men program qilib aytib berardim aslida olganda. Nimaga? Chunki haqiqatan ham Abdulaziz mikrofoningizni faqat o'chirib tursangiz. Haqiqatan ham o'sha siz boshida so'ragan bir necha savollar bor edi va birinchi savollardan biri bu подписочный modeli bo'yicha, ya'ni har obuna modeli bo'yicha kurslar ishlatib ko'rganmisiz dedingiz va eng muhimi bizni tasavvurimizda nimagadir obuna modelini biz faqat Telegramda ko'ramiz. Aslida olganda bugungi kunda Exotda ham o'sha billing tizimi asosida ishlaydigan, ya'ni avtospисание qilib beradigan, подписка modeli asosida ishlaydigan imkoniyati bor va eng qizig'i bu onlayn kursga endi platformadan to'liq foydalanadi. Shu qanaqa ko'rinishda bo'lsa o'sha ko'rinishdan foydalanadi va eng qizig'i подписка modeli bo'yicha siz o'quvchilarga endi dostуп ochib berishingiz kerak. Oldingidek telefon qilib, kimdir telefon qilib kontrol qilib, unga SMS xabar jo'natib, pul to'lab bering deyish shart emas. Kartasini olib qo'yadi va kartasini platformada payme orqali ulaydi. Ya'ni misol uchun Telegram botga ulash haqiqatan siz aytganingizdek odamlarda qo'rquv bor. Bu yerda esa maksimal tariqa paymeni o'zini interfeysidan ulab qo'yish orqali bu yerda ko'proq ishonch bor va siz endi onlayn kursni to'laqonli platformada поддержка bilan gruppalarni ichida ko'rsatib turib подписочный modeldan foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, endi ozgina hozir savollarga o'tishdan oldin o'zi Exot bo'yicha bir nechta asosiy o'sha aytganimdek Abdulaziz skromnilik qilib aytib bermadilar. Shular bo'yicha aytib berib ketmoqchi edim. Haqiqatan ham Exot nima uchun biz Exotdan foydalanamiz? Bundan oldin to'g'risini aytaman, yoshirmayman. Bu narsani ko'plab joylarda aytib berganman. Biz Rossiyani platformasida o'tirganmiz. Rossiyalik ma'lum bir nomini aytib o'tirmayman. O'sha platformadan foydalanganmiz va juda ham ko'plab muammolarga duch kelganmiz. Birinchidan bu til muammosi. Ikkinchidan bu to'lov tizimi. Men sizlarga aniqlik bilan ayta olaman, bugungi kunda biror bir platforma haqiqatan ham payme, klik, Zoom orqali srazu to'lov tizimini qilish, bunaqa sifatni berish imkoniyatini bermaydi. Chunki men juda ko'p platformalarda o'tirganman. Hozir qaysidan bu yerga kelganligimni aytmayman, lekin qaysi platformalardan foydalanganligimni aytishim mumkin. Bu turli xil sizlar bilgan Get kurslar yoki boshqa platformalar bo'lishi mumkin. Hammasidan foydalanganmiz. Faoliyatim davomida 5 yildan beri ta'limda bo'lsam, uning ichida 4 yildan beri onlayn ta'limdaman va 4 yil davomida biz hamma platformadan foydalanganmiz va to'g'risi bunaqa imkoniyatni beradigan va individual yondashuv qilib beradigan muhimi. Shuninglar uchun men endi ilk marotaba ulanayotganimga menga kompaniyaning direktorining o'zi konsultatsiya o'tkazib o'rnatib bergan. Hamma narsani shu sababli bu yerda individual yondashuv bor. Va muhimi bu to'lovlarni qabul qilish imkoniyati, muddatli to'lov qilish imkoniyati, multi platforma, ya'ni ham kompyuterdan, ham telefondan, ham planshetdan istalgan ko'rinishda foydalansa bo'ladi.
chuqur analitika bor. Muhim narsa, misol uchun, agarda siz sotuvlar bo'yicha o'quvchilarni ulgurishi bo'yicha, uyga vazifalar bo'yicha qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, ularni hammasini chiqarib olish imkoniyatingiz bor. Daromad hisobotlari kerak bo'lsa, qo'shimcha tahlil qilish vositalarini, Yandex metrikalarni, Google analitikalarni ulab qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari, eng muhim bo'lgan, bizga muhim bo'lgan, shaxsan meni o'zimga muhim bo'lgan narsa bu tashqi servislar bilan integratsiya. Amma CRM bo'ladimi, Tilda bo'ladimi, Bittrex bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, Google Sheets bo'ladimi, ular bilan integratsiya qilib ma'lumotlarni u yerdan bu yerga berishingiz, o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Testlar qilish imkoniyati, ya'ni darsni qanchalik yaxshi o'tganligi bo'yicha marketing instrumentlari bor. Tilda bilan integratsiya, o'sha aytganimdek custom-made pejlar qilishingiz mumkin bo'ladi. O'quvchilar bilan muloqot va eng muhimi, o'rtoqlar, men o'zimga asosiy og'riqni yechim topdim. Bu Telegramda oldin biz o'quvchilar Telegramda guruhlarga bo'lib chiqardik. Guruh 17, guruh 18, guruh 19, mobilografiya guruh 25 shunaqa qilib chiqardik. Hozir avtomatik ravishda Exodda o'zini ichida guruhlar bor, o'zini ichida messenger bor, o'sha yerda o'zida guruhlar ochilishini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni avtomatik potok asosida ishlaydi. Odamlar avtomatik ravishda guruhga qo'shiladi, ya'ni tizim avtomatlashtiriladi. Odam faktori yo'qoladi. Misol uchun, oldinlari biz guruhga kimdir qo'shib qo'yishga unutib qo'yardik yoki uni qo'shib bo'lmasdi. Telegramda natijada bizga qo'ng'iroq qilib guruhga qo'shmadinglar, pulni qaytarib beringlar, unaqa bo'linglar deb yozishardi va odam faktori bo'lganligi uchun sifat tushib ketardi. Hozir esa odam faktori juda ham kamaygan. Men hozir misol uchun umuman Telegramni ishdan chiqarib yubormoqchimiz. O'zimizda o'quvchilar bilan muloqotni faqat platforma asosida qilmoqchimiz. Shu sababli bu muammoga ham yechim beradi. Va eng muhimi, men o'zim tajribamda bo'lgan, biz onlayn kurslar sotish bo'yicha juda ham ko'plab loyihalar ishlaganligimiz uchun kontent himoyasi, kontentingizni kimdir zapis qilib tarqatib yubora olmaydi platformada va bu juda ham muhim. Siz bemalol o'zingizning mulkingizga qo'rqmagan holda sotishingiz mumkin bo'ladi, o'rtoqlar. Shu sababli Abdulazizga murojaat qilinglar. Abdulaziz ozgina skromniyroq, sizlarga ochib bermagan bo'lishi mumkin. Menda u skromность yo'q, shu sababli maksimum tariqada ochib berdim, o'rtoqlar. Endi o'zimizning qo'ylarga qaytamiz. Yana bitta ikkita savol bor ekan, javob berib o'tsam. Veb-saytda white label solution bor deyilgan. Uni ichiga nima kiradi? White label deganda, agar sizda o'sha imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, sizni maktabingizda Exot nomi bo'lmaydi. Ya'ni bu sizni maktabingiz xuddi sizni saytingizdagidek bo'ladi. Hamma joyda faqat sizni brendingiz bo'ladi. Ya'ni o'sha Powered by Exot degan joylari o'sha joylari bo'lmaydi va sizni barcha o'sha domeningiz bo'ladi va maktabingiz xuddi sizni o'zingizni saytingiz qilgandek bo'lib turadi o'quvchilar uchun. Va bundan tashqari o'quvchilar o'z mobil, mana как раз ilova haqida ham aytmoqchi edim. Exot mobil ilovasi bor, umumiy mobil ilova yoki siz o'zingizni shaxsiy ilovangizni ham qilishingiz mumkin. O'sha o'quvchilar Google App Store'dan hammasini yuklab olishlari mumkin. Tak, onlayn o'quv markaziga o'qituvchi ishga olishga nima ahamiyat berishga? Aha, bu Jafarga ko'proq savol. To'lovlar bo'yicha ham aytib o'tishim mumkin. Ya'ni o'sha to'lovlar haqida gapirganimizda, bu bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. O'sha ClickPay Me Uzum orqali bu bo'lib to'lash mumkin. Bo'lib to'lash tizimi bo'lishi mumkin. Ya'ni maktabning ichki bo'lib to'lash tizimi yoki Uzum, Alif Nasiya bo'lishi mumkin. Bu obuna to'lovi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha har oylik yoki har 2 oylik obuna to'lovi o'zingiz sozlashingizga qarab. Va boshqa platforma haqida ham savol bo'lgan ekan, o'sha kommentariyada chatda yozib o'tgan edim. Albatta siz bizani o'sha qo'llab-quvvatlash markazimizga yozing. Barcha ma'lumotni beramiz o'zimizni platforma haqida. O'zingiz test qilib ko'rasiz, solishtirasiz va shunga qarab keyin qanaqadir qaror qabul qilishingiz mumkin. Xo'p, platforma haqida yana qanaqadir savollar bormi? Agar bor bo'ladigan bo'lsa, shunga ham javob beramiz. Agar bo'lmasa, o'sha mavzuyimizga qaytamiz. Da, ungacha platforma bo'yicha savolinglar bo'lsa yozib turinglar. Ungacha men bir nechta yuqorida bo'lgan savollarga javob berib ketmoqchiman. O'zimdan so'ragan ekanlar, kursingiz bormi, shaxsiy kursingiz bormi deb so'rabdilar. Yo'q, shaxsiy kursim yo'q. Kurs o'tmayman, nastavnichество ham qilmayman, eng muhimi. Lekin yagona biz bilan ishlash imkoniyati bu, agarda sizda onlayn maktabingiz bo'lsa, onlayn maktabingiz faoliyati kamida 6 oydan beri yuritib keladigan bo'lsa va kamida 300 ta o'quvchi chiqargan bo'lsangiz, oylik aylanma pulingiz 20 ming dollardan ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz shunaqa proyektlarni olamiz. Ya'ni bizda filtr bor. Undan pastiga bizni jalb qilishdan foyda yo'q. Nimaga? Chunki bizning xizmatimiz qimmatga tushib ketadi va sizda unit ekonomikangiz minusga qarab ketadi. Shu sababli biz maslahat bermaymiz bizni yonlashdi. Agar 6 oydan beri faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, 300 tadan ortiq o'quvchingiz bo'lsa va oylik aylanmangiz 240 milliondan ko'p bo'ladigan bo'lsa,
to bizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Biz o'sishingizga 500 million, 600 million, vaholanki 1 milliardgacha o'sishga yordam bera olamiz xolos. Va bizda bor bo'lgan mijozlarimizga raqobatchi maktab bo'lmasangiz bo'ldi. Ya'ni misol uchun har xil sohalarda mijozlarimiz bor. O'shalarga raqobatchi sohada bo'lmasangiz, biz siz bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi Abdushukurni savollari. Onlayn o'quv markazlariga o'qituvchi ishda olishga nimaga ahamiyat berish kerak? Misol uchun Ayazda misolini keltiribdilar. Bir ikki pog'ona yuqoriroqda bo'lsa, o'g'irsa bo'ladi degan misol keltiribsiz. Ayaz odatda men ham bu fikrni eshitganman, juda ham ko'p marotaba aytgan. Bu yerda ustoz sifatida aytmagan, bu yerda именно o'rtadagi mentor sifatida aytilgan. Ya'ni ustoz bitta Ayaz, lekin o'sha uni kontrol qilib turadigan kuratorlik vazifasini yoki sapportlik vazifasini qiladigan inson shunchaki bir ikki pog'ona yuqoriroqda bo'lsa bo'ladi deb aytilgan. Haqiqatdan ham men bu fikrga qo'shilaman. Misol uchun bugungi kunda asosiy ustozlar bizani maktabimiz yoki biz ishlaydigan sohalardagi maktablarda kamida 3-4 yil ishlagan, haqiqatdan ham tasdiqlangan keyslari bor va keyslarni natijaga erishganligiga qaraymiz va filtr qiyin ustoz bo'lishdi. Lekin kuratorlarga biz kimlarni olamiz odatda? 1-2 yil oldin o'qib ketgan, hozir u yoki bu agentsiyada ishlayotgan, haqiqatdan ham agentsiyaning egasi bilan gaplashib ko'ramiz, asoschisi bilan yaxshi ishlayaptimi, proyektlarida fakaplar bo'lmayaptimi, kechikishlar bo'lmayaptimi, yo'q, yaxshi ishlayapti desa bo'ldi, biz uni kurator qilib olamiz. Kuratorning vazifasi ta'lim berish emas, sizni ta'lim olish jarayoningizda yordam berish xolos. U sizga bilim bermaydi, o'zlashtirayotganingizni kontrol qiladi, savolingizga boshlang'ich birlamchi javob beradi va qiyinroq bo'lsa o'qituvchiga olib chiqib beradi. Ya'ni bog'lab turuvchi kley vazifasini bajaradi xolos. Ayaz ham mana shuni inobatga olgan. Ya'ni ustoz demagan, balki ko'proq mentor, kurator sifatida aytgan. Veb-saytdan farqli oylik to'lovlar bu payment processing nasiya Javob to'lovlariga. berib o'tdim. Ya'ni o'sha platformada oylik to'lovdan yana boshqa qanaqadir to'lovlar bormi? Bizani boshqa platformalarda yana bitta a, afzalligimiz bu bizada faqat oylik to'lov bo'ldi. Sizda boshqa qanaqadir to'lovlar qilishingiz kerak bo'lmaydi. Komissiya hech qanaqa yoki yana boshqa qanaqadir funksiyalar uchun to'lov qilmaysiz. Faqat o'sha tarif bo'yicha. Va qolgan masalan mana shu nasiya bo'yicha jarayon haqida ham savol kelgan edi. U bo'yicha endi har bir maktab uchun albatta hammasini batafsil gaplashish kerak. Shuning uchun o'sha qo'llab-quvvatlash markazimizga yozib yuborsangiz, hammasini batafsil ko'rsatib beramiz qanaqa ishlashini. Xo'p, o'rtoqlar, agarda yana qo'shimcha savolinglar bo'lmasa, hammanglarga ajratgan vaqtinglarga rahmat. Abdulazizdan iltimos qilamiz. Telegram username'imni qoldirib ketadi. Hech bo'lmasa izohlarda iltimos qilaman qoldirib ketishlarini. Agarda qanaqadir qo'shimcha savolinglar bo'lsa, yozishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, bizning vazifamiz ma'lum bir narsani sizlarga sotish emas edi. Biz shunchaki foyda atrofida yig'ildik. Mana shu foydamiz ichida haqiqatdan ham ekzot bor va uni atrofida siz qanaqadir natija olishingiz mumkin. Reanimatsiya voronkasi haqida darslik maslahat qiling iltimos. To'g'risi, reanimatsiya bo'yicha men birorta dars eslolmadim, ko'rganmanmi yoki yo'qmi. Haqiqatdan ham ko'rmaganman, to'g'risi. Agar ko'rgan bo'lsa maslahat berardim. Reanimatsiya formatidagi voronkalar bu har doim individual masalada. Ya'ni o'zingizning loyihangizda, o'zi qaysi bosqichdan u chiqib ketdi voronkada, qanday qilib qaytarish kerak. Ya'ni bu individual savol. Buni individual o'ylab ko'rishingiz kerak. Birinchi o'zi men maslahatim olingda eng zo'r varonka qo'lda chizilgan varonka, qo'lda chizingda qayerda mijozlar chiqib ketayotganligini hisoblab chiqing. Mana 1 oylik sonni olasiz, bundan oldingi 1 oy yoki eng zo'r 1 oyingizni oling mayli. Mana yaxshi misol bo'lishi, eng zo'r 1 oyligingizni olingda har bitta bosqichdan bosqichga necha foiz konversiya bo'layotganligi, qayerda necha foiz yo'qotayotganligingiz tagida sabablarni yozib chiqing. Sabablarni yozib chiqqaningizdan keyin sizda ma'lum bir muammolar paydo bo'ladi va sabablarga qarab reanimatsiya vositalari paydo bo'ladi. Sabablarni reanimatsiyaga aylantirasiz. Man 3 yildan beri biznes sotuvni tizimlashtirish, daromadni 3x, 5x oshirish va noldan hatto sarmoyasiz biznes boshlash yo'nalishida o'qib o'rgandim. Katta natijalarni qildim. Endi o'z kurslarimni ochmoqchiman. Ya'ni hozircha bular menga yangilik o'rganib olishim kerak. Xursandman agar qanaqadir sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Abdulloh aka, o'ylaymanki, zo'r natijalarni qo'lga kirita olasiz degan umiddaman. Qani sizga shogird bo'lsa. Afsuski aytganimdek shogird olmayman, to'g'risi, chunki mas'uliyatsizlik bo'ladi men tomonidan. Vaqt ajrata olmayman sizga yetarlicha. Ustozsiz qolib ketgan shogird
keyin shunaqa bo'lib qolsangiz men uyalib qolaman. Shu sababli e, bepul mana shunaqa formatlarda xudo xohlasa men o'ylamayman bu oxirgi bizni vebinarimiz deb. Agarda haqiqatdan ham foydali bo'lgan bo'lsa, gruppada yozishsa, so'rashsa, talab qilsa biz yana qo'shimcha, chunki bu yerda biz juda ham muhim bo'lgan narsalarni aslida olganda gaplashmadik. Bu yerda misol uchun har bitta voronkani o'zini KPI'lari bor, o'zini o'lchov mezonlari bor, terminologiyalar bor. O'sha aytganimdek o'rta mijoz narxi, konversiya, conversion rate'lar, ko'p terminlar hali bor. Biz ularni o'tkazib yubordik. Afsuski, shu sababli biz ko'rolmaganlarimizni keyingi safarlar xudo xohlasa ko'rishlarni e, rejalashtiramiz. Albatta bu Exodda rejalaridan va mani shaxsiy vaqtimdan kelib chiqqan holda va sizlarga haqiqatdan ham foydali bo'layotgan bo'lsa, shularni hammasini inobatga olgan holda yana bir bor o'tkazishga albatta harakat qilamiz. Keyingi safar ko'proq miqdorda yana odamlar yig'amiz. So hammamiz birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib fikr almashishimiz uchun. Bundan tashqari, o'rtoqlar, juda ham muhim narsa sizlarga oxirida conversion rate'ni oshirish uchun agarda siz mana shu webinar yakunida Exodda mijozi bo'lsangiz yoki mijozga aylanadigan bo'lsangiz, xudo xohlasa biz tarqatma materiallarim bor. Bu tarqatma materiallarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu tarqatma material mini unit economic. Aslida olganda bu juda ham katta bo'ladi. Biz katta hujjat qilganmiz. Lekin mini unit economic ko'rinishda bu yerda foydalanishingiz mumkin. Misol uchun sizda maqsadingiz 300 million оборот qilish bo'lsa va kursingizni narxi misol uchun 2200 ming bo'ladigan bo'lsa, to bu sizga avtomatik ravishda hisoblab beradi. 300 million qilish uchun o'rtacha 2200 mingdan kurs sotadigan bo'lsang, 136 ta kurs sotishing kerak, 136 ta o'qish kerak senga. Agarda mana bu yerda conversion rate'larni kiritasiz, agarda sani konversiyang misol uchun ariza qoldirishdan sotuvga, ya'ni skvozdan konversiyang misol uchun 5% bo'ladigan bo'lsa, senga 2727 ta, ya'ni har bitta 100 ta ariza qoldirganda 5 ta kishi sendan sotib oladigan bo'lsa, 2727 ta ariza qabul qilishing kerak. Bitta lidingni narxi nechi pul deydi? Odatda siz o'rtacha narxni kiritasiz, misol uchun $1,5 bo'ladigan bo'lsa, senga umumiy marketingga $4090 kerak bo'ladi va nechta sotuv menejering bor? Misol uchun 3 ta sotuv menejeringiz bo'lsa, bu avtomatik ravishda hammasini o'zi hisoblab beradi. Ya'ni mana shularni qo'lda kiritadiganlarni qo'lda kiritdingiz. Natijada endi nima? 300 million pul ishlash uchun, ya'ni $25,000 pul topish uchun siz 2727 ta lead olib kelishingiz kerak. Buning uchun $4,000 sarmoya kiritishingiz kerak marketingga, 3 ta menejer olishingiz kerak. 3 ta menejeringiz kuniga 45 oyiga 45 ta sotuv qilish kerak. Bu degani kuniga 1.8 tadan sotuv. Buning uchun siz unga oyiga 909 ta har bitta menejeringizga, sotuv menejeringizga lead topib berishingiz kerak va u kuniga 36 ta lead bilan har kuni gaplashishi kerak degan. Ya'ni o'sha kichkina avtomatizatsion format. Undan keyin mana shu unit ekonomikani mana bu jadvalga o'tib ketadigan formati bor. Siz bu yerda planni kiritasiz, lead bo'yicha bugun shuncha lead olishim kerak edi, shuncha sotuv qilishim kerak edi, summa bo'yicha buncha. Mana bu yerga ma'lumotlarni avtomatik ravishda tushadigan bo'ladi. Bu hozir qo'lda turibdi, lekin o'zi formula bo'yicha avtomatik tushadi. Mana bu yerda sotuvlar avtomatik yozilib ketaveradi va kundan kunga o'tkaziladi. Misol uchun qaysidir kuni kamroq sotib o'qisangiz, keyingi kuningizga u gruz bo'lib o'tadi. Siz shu yerda plan fakt qilib tekshirib ketishingiz mumkin bo'ladi o'zingizda va oxirida mana bu yerda o'ng tomonda sotuv planingiz qanchalik to'g'ri bajarilayotganligini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu kichkina takoy plan fakt, ya'ni sotuvni kontrol qilishingiz uchun shunaqa vosita bor va bu vositani Abdulazizga berib qo'yaman. Agarda siz Exod mijozi bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqatan ham maktabingiz shu yerda bo'ladigan bo'lsa, buni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi va foydalansangiz bo'ladi. Albatta, individual ozgina moslashtirib olishingiz kerak, lekin qandaydir bir ma'lumotlarni oldindan, misol uchun 500 millionga оборотda chiqarmoqchi bo'lsangiz va sotuvlar shu ko'rinishda qoladigan bo'lsa, $6,800 kiritishingiz kerakligi va bitta menejer 75 sotuv qila olmaydi, demak menga menejerlarning sonini oshirishim kerak deb turib 7 ta menejer qilishingiz kerakligi, har biriga qanchadan lead berishingiz kerakligini oldindan reja qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa kichkina instrument bor, buni beraman sizlarga kuzatuvchi formatida beraman. Nima qilishingiz kerak bo'ladi? Fayl tugmasini bosasizlar, sozdать kopiya qilib olib, o'zingizlarga o'tkazib olib, kopiyasidan foydalansanglar bo'ladi keyin o'zingizlarga. Все, o'rtoqlar, hammaga rahmat. Diqqatingizga, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Muhimi, qanchadir foyda bera oldik deb o'ylayman. Umid qilaman, shunda albatta. Agar foyda bera olgan bo'lsak, postda plus yozib qoldiringlar, xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Ishinglarni Alloh rivojini bersin, hammaga omad bersin. Aloqadamiz har doim bemalol yozib borsin.